Aytamizku, ko'chmas mulk psixologiyasida har doim location deyiladi. Muhim. Meni xatoyim Starbucksda uchrashganim bo'ldi. Bo'lmasa Starbucks yaxshi obro'li joy. Qimmatga tushgan qaror. Chunki Rossiya bozori ular uchun yopildi-da, sanksiyalar sababli, to'g'rimi? Bular bu ham bizga hozir ijobiy ishlaydi. Ijobiy ishlash kerak. Insonlar o'zgaradi, lekin tizim qoladi. O'zbekistonda ochilishi mumkin bo'lgan xalqaro kompaniyalar Ostonaga, Olmaotaga, boshqa joydan qo'nim topishdi. Chunki men Amerikaga ham eksport qiladigan highway ustidaman, trassani ustida. Lekin davlatning ichida xalq haqiqatda boylikda. Hozir Kanadada ko'ryapsiz, tug'ilish kam. Yaponiyani ahvolini bilamiz. Ikkinchi yomon tomoni, hamma tijoriy ofis qurishni boshlaydi-da, mana pul kelyapti deb. Aytadiki, mana Centris qildi, biz ham quraylik, biz ham sotaylik degan shu tendensiya bo'lishi mumkin. Bu biroz negativ. 15 dan ortiq davlatlar bilan birga bir muzokara qilindi. Amerikani duosi olindi va qolganlari duosi olindi-da, masalan, oddiy qilib aytganda. Masalan, siz hozir menga bir предложение bersangiz, Hasan aka, men qadrdon aka-ukamiz, lekin hujjatini tekshiray deyman-da. Centris Towers, в самом сердце нашей столицы. Добро пожаловать! Assalomu alaykum azizlar. Kapital loyihasining yana bir yangi soni efirda. Kapital bu investitsiyalar mavzusi. Bu pul mavzusi. Bu pulni to'g'ri boshqarish, pulni yo'qotishni oldini olish, pulni ko'paytirish haqida gaplashamiz. Bizda N-Factorda, Kalibrda, Kapitalda ko'plab yurtdoshlarimiz, O'zbekistondagi tajribali insonlarni chaqiramiz, lekin zamondoshlarimiz, yurtdoshlarimiz bilan bir qatorda vatandoshlarimiz degan ibora alohida muhim. Think globally, act locally degan ibora bor. O'zimizni qobig'imizda ko'rmagan rakursimizdagi fikrlarni dunyoning eng ilg'or mamlakatlaridagi o'zbek qadrdon aka-ukalarimizni rakursida ko'rish, bu yana holat o'zgarmaydi, munosabatda o'zgarishga ta'sir qiladi. Demak, bugun kanadalik mehmonimiz O'zbekistonlik qadrdon vatandosh akamiz Rahmat aka Sobirov efirda. Rahmat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni yana ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Men xursandman. Birinchi vatandoshlari sifatida siz va Shuhrat Xoltoyev esimga kelyapti. N-Factor eng zo'r qahramonlar sifatida. Rahmat aka. Yaxshi keldingizmi Kanadaga? Xudoga shukr, rahmat. Kanadada nima gaplar? Kanadada hozir biroz siyosiy inqiroz, yangi bosh vazir almashish arafasida. Lekin aytganimdek, har bir sistema, ya'ni insonlar o'zgaradi, sistema, tizim qoladi baribir ham. O'sha tizimga hozir mana bir haftadan kam Donald Trump ham keladi o'zini lavozimiga. Juda ko'p kuzatuvlar, juda ko'p kutuvlar bo'lyapti va investorlar ham menimcha har kuni 24 soat qarab turibdi hamma narsa. Yangi qarorlar qabul qilinadigan davrlar. Shunaqa. Masalan, hozir mana ertaga Kanadaga uchib ketsam, menimcha bir haftadan keyin yana bir suhbatlashsak, bu yetarlicha mavzu yig'ilib qoladi. Boshqa mavzular, boshqa. Demak, shiddatli o'zgarayotgan paytda bugunni gapi ertaga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Demak, mana siz O'zbekistonga bir yilda kamida bir marta kelib turibsiz. Kamida bir marta. Oxirgi 7 yil ichida o'zgarishlar juda katta. Juda katta, ba'zidan hayron qolarli darajada. Chunki O'zbekistonni rivojlanayotgan bir iqtisodiyot deyishadi, lekin men bunga tez so'zini qo'shardim avvalda. Tez rivojlanayotgan iqtisodiyot degan bo'ladi. Chunki
tezligimiz oshib ketyapti va rivojlangan iqtisodiyotlarda уже sekinlashuv amalga oshyapti. Shuning uchun meni shaxsiy fikrim, bilmadim, shokoviy terapiya usullaridan foydalanishyapti. Masalan, Donald Trump bir shok terapiyasi bo'ladi haligi. Tok urib tiriltiradigan bor-ku, mana shunaqa bir terapiyalardan yoki ba'zi siyosatshunoslar aytadiki, urushlar bu shokoviy terapiya deydi. Haligi iqtisodiyotni yanada jadallashtirib ko'ramiz. Qanaqa bitta shok beradiki, uyg'onsin. Chunki iqtisodiyot juda tekislanib qolgan. Yildan yilga o'sishlar, masalan, Kanadada 1%, 2% atrofida bo'lsa ham GDP bu juda stabilda. O'zbekistonda bu biz 5-6% ni ko'rmasak, nima qilmaymiz? Rohat farqini ko'rgan odamsiz his qilasiz. His qilaman. U paytda qanaqa qarorlar qabul qilish to'g'ri va qaysi qarorlarni qabul qilmaslik noto'g'ri? Chet ellik zamondoshlarimiz talqinida O'zbekistonda pul mavzusida gaplashamiz. Pul mavzusida kapital loyihasiga avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Meni biroz o'z backgroundimda aytsam, men Kanadaga investorlarni olib kelish, tadbirkorlarni olib kelish va oddiy qilib aytganda inson va kapitalni olib kelish bilan shug'ullanaman. Va ularga joyida mutaxassisni chaqiramiz. Shu meni bilimim O'zbekiston kapital bozori haqida juda kam. Lekin Kanadada nima uchun kapital kirib bormoqda? Nega yerga investitsiya qilishadi? Bu mantiq haqida gapirishimiz mumkin. Bilmagan joyimda bilmayman deb qo'yaveraman. Endi shu nuqtai nazardan qarasak, kapital har doim eng optimal joyda qidiradi-da. O'ziga komfortli. O'zida va nimasi, qaytarishi, return on investment deymiz. Investitsiyani qaytarish, rentabilnostini qidiradi. Va hozir ko'ryapmizki, birinchidan aholi soni o'sish jihatidan, iqtisodiyotni jadal o'sishi jihatidan rivojlangan iqtisodiyotlar, Amerika istisno bo'lishi mumkin. Amerika juda katta iqtisodiyot, bilasiz. Qolgan ko'p joylarda stagnatsiya bor, ya'ni sekinlashuv bor, plato deydi-ku, plato, turg'unlik bor. Ana shu, buni hamma kapitali bor insonlar yaqqol ko'rib turibdi. Bunga izohga hojat yo'q. Endi ular qayerda qidiradi? O'sha qisqa muddatda katta bir skachok, jadallashuv tomonini qidiradi. Bu ko'pincha hozirgi siyosiy, global siyosiy muhitda bu rivojlanayotgan davlatlar. Bu Hindiston deymizmi, bu o'sha Xitoy deymizmi? Xitoy rivojlanayotgan davlatlar spektrumida eng yuqorilarda turgan bo'lsa kerak hozir. Jozibadorligi va aholi sonining kattaligi, o'sish darajasi. Masalan, O'zbekistonda 1 million aholi ko'payayotgan bo'lsa, bu juda katta ko'rsatkich. 1 million iste'molchi ko'payapti deganida. Har xil servis yeydi, ichadi, yashaydi, uxlaydi, turadi, mashina haydaydi. Bu narsa bular uchun juda qiziq. Makro analizni qilishadi baribir ham. O'shaning uchun albatta qonun ustuvor bo'lgan g'arb davlatlari, u yerdagi sistemalar ham hozir ancha men ayta olamanki, unchalik oson emas investitsiya jalb qilish etga ham. Aytadiki, masalan, biz ko'p klientlarimiz aytadi, men nega Dubayga emas, aynan Kanadaga investitsiya qilay deydi. Bizdan so'raydi. Biz aytamizki, to'g'ri, Dubaydaqa dinamika yo'q, ammo bu yerda stabillik bor. Haligi sotish nimamiz, haligi xususiyatlarimiz boshqacha. Albatta Dubay bilan Kanadani taqqoslab bo'lmaydi. Umuman boshqacha dinamika, boshqacha madaniyat, boshqacha nima. Shuning uchun kapital har doim eng jozibador joyda qidiradi va kerakli nimalarni qiladi, tadqiqotlarni qiladi va shunga qarab xulosa qiladi. O'zbekistondagi o'lchamlar Kanadaga to'g'ri kelmaydi, Kanadadagi bu yo'q. Lekin nimani o'rgana olamiz? Aytganingizdek, o'sha izlanish tamoyillari, izlanib bir hukm chiqarib, psixologiyasini o'rgana olamiz, o'zimizga kerakli qismlarni olamiz, bo'ldi. Lekin to'g'ridan to'g'ri kopirovka qilish noto'g'ri bo'ladi. Qarang, Dubayga to'g'ri kelgan narsa Kanadaga to'g'ri kelmaydi o'zi. Investorlar pul olib borish psixologiyasida qaysi triggerlarga asos qilib qaror qabul qilishyapti bugungi kunda siz kuzatuvlaringiz? Kanadaga nisbatan aytadigan bo'lsak, bu stabillik, ya'ni barqarorlikda u triggerlar muhim. U triggerlar muhim. Keyin haligi rus tilida aytamizki, tyorday valyuta deymiz. O'shanga qaralyapti. Nima degani tyorday valyuta? Mana shu hozir Kanadani nimasi pasayib ketdi. Kanada dollari pasaydi, lekin umumiy tarixiy tendensiyani qarasangiz, baribir ham nisbatan stabil bir barqaror bir valyuta hisoblanadi. Endi undan keyin Kanadadagi ijtimoiy ahvol nima bo'lyapti? Masalan,
misol keltiraman. Shu 25-yilga kirib keldik. 25-yil ichida 9 million nafaqaga chiquvchi inson bor Kanadada. Nafaqaga chiqdi degani nima? Pul bilan nafaqaga chiqadi, to'g'rimi? Uning ichida biznesmeni bor, uning ichida ishchisi bor, pensioner. Ularni talablari nima, ehtiyojlari nima? Men investor bo'lsam, nima ochaman? Kanadaga kapitalimni nima kiritaman? Qariyalar uyiga kiritaman masalan. Chunki ular uyini sotib qariyalar uyiga ko'chadi. Juda katta ehtiyoj bor. Investor shu narsalarni ko'ra biladi-da. O'shaning uchun aytayapman, O'zbekiston Kanadaga to'g'ri kelayotgan narsalar O'zbekistonga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shaning uchun Kanadadagi investitsion loyihalar qidirilmoqda va masalan global siyosiy nimaga qarasak, hozir tabiiy gazni resurslari Kanadadan chiqdi. Jidki gaz deydi, nima LNG platformalar. Uni qazib chiqarish bo'yicha hozir investitsiyalar ko'p ketyapti. O'sha aytganimizdek Dubayda korxonalari Kanadaga investitsiya qilyapti. Ya'ni kapitalning mobilligi juda oshib ketgan hozir. Xuddi insonning mobilligiga o'xshab. Zo'r. Bejiz men Kanada, Dubay va O'zbekistonda o'xshatib chiqmadim. Odamlar farqini ko'rib qadriga yetishadi. Dubay 10 yil oldin, 20 yil oldingi salohiyati bilan bugungi salohiyati boshqa. Boshqa. O'zbekiston yana bugungi salohiyatiga nisbatan 10 yildan keyin orqaga qarab yaxshi boshqa darajaga chiqish uchun nimalar qildi va nimalar hozir qilyapti va yana nimalar qilish kerakki, ham tashqi investorlar va o'zimizdagi investorlar ishonch oshishi. Menimcha o'sha keyword bu barqarorlik. Biz chunki shunaqa bir jo'g'rofiy regiondamizki, mintaqada barqarorlik juda katta boylikda. Hozir masalan investorni o'ylang, qo'lingizda 100 million bor. Sobiq SSR davlatlariga qaraysiz, qayerga investitsiya qilasiz? Rossiyagami, Ukrainagami? Pul bor o'zi. Ozarbayjonga, pul bor, lekin kirmoqchi. Barqarorlik menimcha O'zbekistonning xususiyatlaridan biri. Hozirgacha biz Xudoga shukr katta bir fojiaviy nimadan o'tmadik, iloyim ham o'tmaylik hech qachon. Lekin mana shu qo'shnilarimiz, bu mintaqamizdagi haqiqatlar borda, masalan, dengizdan uzoqmiz, nimadan uzoqmiz. Limonlarimiz bor. Limonlarimiz bor. Qanday qilib limonad qilamiz buni? Ichiga nima qo'shamiz? Mana shu barqarorlikni ushlab tursak, menimcha sekin-sekinlik bilan mana ko'ryapmiz, investitsiyalar kirib kelyapti. Bu men haligi qaysi investitsiyalariga qaramayapman, qaysi davlatdan. Investitsiya kirib kelyaptimi? Bor, kirib kelyapti. Bu yaxshi bir ko'rsatkich va albatta o'zimizni kimga taqqoslasak desak, taqqoslaydigan birga bir tushadigan nimamiz yo'q-da. Kimdandir olib o'zimizga unikal bo'lish. Unikal bo'ladi. O'xshasak o'zimizga o'xshaymiz. O'xshasak o'zimizga o'xshaymiz. Shuning uchun O'zbekistonda barqarorlikni ta'minlab, keyin albatta huquq sud tizimi, investitsion klimatni yaxshilaydigan elementlardan biri sistemani ishlashi, bir insonga bog'liq bo'lmagan holda insonlar o'zgaradi, lekin tizim qoladi. Ana shu uchun chet ellarga masalan Germaniya olib boradi zavodlarni Amerikada quradi. Masalan, odamdan bog'liqlik joyi yo'q. Odamdan bog'liqligi yo'q. Bu prezidentdan, vazirdan, boshqadan hech qanaqa aloqasi. Va menimcha yana bitta xususiyat zo'r bo'lardi, viloyatlarimizga ko'proq avtonomiyani berish, haligi investitsion jalb qilish avtonomiyasi. Menimcha rahbariyat ham buni biladi. Ko'proq hokimlarga aytilyaptiki, tezroq investitsiya olib kelinglar. O'zlaringizni viloyatni xususiyatidan kelib chiqqan holda. Masalan, bir joyda zavod ochiladi, bir joyda turizm rivojlanadi va hokazo. Bu narsa huquqiy tizimni zo'r qilishimiz kerak. Institutlarimizni yaxshi qilsak, menimcha inson omili bizda shubhasiz bor aka. Bu inson kapitali bor, mehnatkash xalqimiz. Farzand ko'p ko'radigan xalqimiz. Yaxshi ko'rsatdi. Yaxshi. Mana Kanadada 41 million, bizda 38 million. 2-3 yildan keyin Kanadadan o'tib ketamiz. Tezlik bu. Bu tezlik. O'tishimiz bizga ijobiy ta'sir bo'ladi. Ijobiy ta'sir bo'ladi. Hali xalqning ko'payishi plusmi, minusmi o'zi? Plusi ham bor, minusi ham bor. Albatta xalqni ko'payishiga tayyor bo'lishimiz kerak. Infratuzilmalarimiz, maktablarimiz, shifoxonalarimiz va hokazo. Lekin davlatning ichida xalq haqiqatda boylikda. Hozir Kanadada ko'ryapsiz, tug'ilish kam. Yaponiyani ahvolini bilamiz. Lekin ba'zilar argument keltiradiki, bizga aslida inson soni emas, ko'proq texnologiyalar yetarli bo'lsa bo'ladi. Zavodga bitta yangi apparat qo'yaman, 10 ta ishini qiladi deydi, to'g'ri. Lekin bora-bora o'shani iste'mol qiluvchi barman inson-ku. Iste'molchi bozorimiz yaxshi bizda. Endi salohiyatimiz oshish uchun, investitsiya jozibadorligimiz oshishi uchun
odamlarimiz, tinchligimiz, boshqa omillarimiz yaxshi. Mana aytaylik, hattoki farqi yo'q. Zavod bo'lsa yoki mayli boring, yana mana shu Centris Towers'da o'tiramiz. Жилой yoki neжилой недвижимостlarga talab oshish uchun asosiy 3 ta resurs sifatida kapital jalb qilish nuqtai nazaridan bizda bitta resurs ichki o'zimizda odamlar ko'payayotgani, o'zimizda жилой yoki neжилойлigi tikyapti. Ikkinchisi, o'zimizdan tashqarida sizlarga o'xshagan dunyoda vatandoshlarimiz ko'p. Yuzlab, minglab ular ortgan pulni o'zining mamlakatiga Hindistondan ko'ra, boshqa joydan ko'ra, qat'iy hali жилой yoki neжилой недвижимость misolda aytadigan u yoqqa tikyapti. Uchinchisi, o'zini mamlakatiga siz tikmagandek, qaysidir mamlakatlarga qaysi kriteriya bo'yicha tikaman degan psixologiya bor. Boshqa mamlakatdagilar O'zbekistonga kelib, boring yana жилой yoki neжилойda misolida desak ham, tikish uchun nima qilish kerak, qanaqa kontakt yoki qanaqa kasani yoki qaysi kriteriyalar bo'yicha hali consumer behavior analiz qilishadi, qaror qabul qilishadi. Menimcha ikkita yo'nalish yaxshi bo'lar edi. Bu birinchidan mana Centris Towers'da o'tiribmiz. Bu Centris Towers'da ahamiyati, mohiyati va kerakliligi investitsion proyekt sifatida o'zimiz mahalliy biznesmenlarga ham tushuntirishimiz kerak haligi. Investment through education, informed decision deydi-ku. Образовательный content marketing. Ha, ana shu. Nafaqat o'zbek tilida, balki ingliz tilida. Chunki tashqi dunyoga mana ikkinchi nuqtasi bu tashqi dunyoga aytiladiki, mana klass A usul rusumidagi nimalar, ofislar ochilyapti. Keyin men nima intervyudan oldin bir ukamiz bilan gaplashdim. Islomjon bilan biz mana sun'iy intellekt kirib keldi. Hamma uchrashuvlar Zoomga chiqib ketdi. To'g'ri, buni tan olamiz. Kanadada ham shu ahvolni ko'rdik. Masalan, ofisda uchrashuvlar kam, lekin biz qaysi madaniyatlar bilan muzokara qilyapmiz? Masalan, arab madaniyati, turk madaniyatidan keladigan insonlar va boshqa xitoyliklar. Ular baribir ham bitta bir piyola choy ichmasa, kontraktni imzolamaydi-da, masalan. Kanadada Shimoliy Amerika madaniyatida уже ancha shakllandi va ma'lum bir summagacha bo'ladigan kontraktlar Zoomda ham hal qilinadi. Elektronik imzo bilan ham hal qilinadi. Lekin bizni regiondagi, bizni mintaqadagi biznes madaniyati qanday? Buni siz yaxshiroq bilasiz. Odam bir o'tirib, bir muomala qilmasa, ishonch bo'lmasa, ko'z-ko'zga tushmasa, bu uchun makon kerak. Notiz haq hurmati deydi. Shunday bir piyola choy. Hattoki meni Turkiyadan, Pokistondan, arab o'lkalaridan bo'lgan klientlarim Torontoga uchib kelib, bir ko'rishmasak, kontrakt qabul qilmaydi. Hali dajim konversiyaga boruvchi baribir kriteriya o'sha. Men ofisimizda shu uchun ushlab turaman Torontoda masalan. Ofis kerak. Nigeriyalik klientlarimiz keladi, ofisni rasmga olib ketadi, ishonasizmi? Shu yerga borganman dedi. Bu bor, ishonch omili. Ishonch omili. Bu katta faktor. Ko'p madaniyatlarda, ko'p biznes madaniyatlarida ana shu makon bo'lmasa, bu odamlar rus tilida sodda qilib aytamiz, pustishka degan nimasi chiqadi, bo'sh joy deb chiqadi. Chunki Nigeriyada ham bilamiz, Janubiy Afrika respublikalarida u yerda ofis ochib bitta logoni qo'yish oson narsa. Lekin haqiqatda buni muqim makoni bormi bu biznesda? Bormi bu biznes yoki qog'ozdami bu biznes? Mana shu madaniyat bilan to'qnashamiz biz. Hattoki o'sha Zoom madaniyatiga o'tib ketgan joylarda ham aytadiki, bir choy ichaylik, bir ko'rishaylik. Kafega chaqirdim, o'zim ofisga chaqirdim. Kafe bo'lmaydi, chunki bir marta menda o'zim tajribamda bo'lgan, Starbucksga borib uchrashganimizda jiddiyat his qilmaganda va kontrakt bo'lmadi. Ya'ni kontrakt bildingiz. Endi men o'yladimki, osonroq bo'lsin, men ofisga ham taklif qilishim mumkin edi. Meni xatoyim Starbucksda uchrashganim bo'ldi. Bo'lmasa Starbucks yaxshi obro'li qimmatga tushgan qaror. O'shaning uchun muqim makoni bormi biznesda? Hattoki hozir o'tgan hafta qonunchilik o'zgardi. Kanadaning immigratsion programmalaridan biri bo'lmish intra-company transfer, ya'ni kompaniyalar aro transferda hattoki davlat so'rayapti. Bu transfer qilayotgan korxonalar bu muqim makoni bormi? Jismoniy makoni bormi yoki virtual ofisda o'tiribdimi? Oldi qochdim. Bizda bir tendensiya bo'ldi, hamma virtual ofisda haligi sevdi, yaxshi ko'rdi, qulay dedi, lekin orqaga qaytish bo'lyapti hozir Kanadada. Aytayaptiki, bu jismonan ofis bormi? Bu mavjud bir biznesmi? Ishonch bo'ladi deb, ishonch bo'ladi. Seriozniy jamoa, seriozniy komanda xodimlar ofisi. Bu endi har doim tendensiya o'zgarib nima. Xo'p, ofislar haqida gap ketdi. Demak, hali men boshqa hali kriptovalyutalar, bitcoinlar, boshqa temir juda katta endi kapital haqida Rahmat aka bilan kamida 16 soat gapirsam ham charchamasak kerak, lekin afsuski ertaga Kanadaga uchib ketadilar. Bugun bor yo'q 1 soat vaqtimiz bor. Eng muhim omillar. Mana qarang.
Mana bu yerda o'tiribmiz endi investitsiya mavzusida yo kapital mavzusida gaplashdik va misol jivoy bo'lsa aniq bo'ladi. Masalan, deylik, Centris Towers alohida ularga minnatdorchilik bildiramiz. Kapital loyihamiz pul haqidagi loyiha O'zbekistondagi eng muvaffaqiyat markazi bo'lgan Centris Towers ofisida tasvirga olinishyapti. Ularning jamoalariga, rahbariyatiga bizning loyihani yanada siz azizlarga manzur kelishiga xizmat qilganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta kelajakda siz ham yaxshi ofislar, eng yaxshi fursatda sotib olish menga qadrli bo'ladi desanglar, albatta dalolat qilamiz, tavsiya qilamiz. Qadrli bo'lsak, yaxshilikka sababchi bo'lsak, bemalol kelinglar, o'zingizlarni ham kelajakdagi bu ofisdan o'z joyingizga, ulushingizga ega bo'lsanglar, xursand bo'lamiz. Mavzu psixologiya. Mana men bu narsani Hasan akam aytdilar. Ofisga keldim, Toshkentdagi investor. Menga o'xshagan, sizga o'xshagan salohiyatli, orttira oladigan, tikadigan odamning psixologiyasi boshqa. Chet eldagi o'zbek do'stlarimiz psixologiyasi bilan bu yerdagi psixologiya qaysi kriteriy bo'yicha qaror qabul qilishyapti, hattoki ofis xaridi misolida. Endi o'zbekistonlik vatandoshlarimiz turli kategoriyasi bor. Ishchi kategoriya deylik, masalan, employee, bir kimnidir qo'lida ishlaydigan, ular remote work, virtual ishni juda yaxshi ko'rishadi. Chunki uydan turib ishlashyapti. Lekin biznes egalari ham bor. Mana qurilishda yoki boshqa sohada, logistikada biznes egalari bor. Ularning muqim makoni bor. Undan qochib qutula olmaydi. Makon bo'lish kerak. Keyin aytamizki, ko'chmas mulk psixologiyasida har doim location deyiladi. Muhim. Nimaga? Chunki o'sha birinchidan infrastrukturaga yaqin. Masalan, bitta bir zavodni sotuvda ishtirok etdik Kanadada, un chiqaradigan zavod. U aytayaptiki, meni lokatsiyam zo'r deyapti. Sotuv hali puliga kelganimiz yo'q, daromadiga kelganimiz yo'q. Meni lokatsiyamda zo'r qilganman. Nima uchun? Chunki men Amerikaga ham eksport qiladigan highway ustidaman, trassani ustida. Ham nisbatan nima joydaman dedi. Kengayishi omili bo'ladigan joydaman. Ya'ni kichkina boshladik, lekin kengaya olasan bu yerda. O'sha lokatsiyasini sotyapti, ochiq qilib aytaman. Chunki texnologiyani ko'chirib ketishimiz mumkin bemalol, lekin lokatsiyani topish qiyin haqiqatan. Location. Keyin aytiladi-ku, o'zingizning shaxsiy hayotingizda ham atrofingizdagi 5 ta do'stingizni o'rtalamasi bo'lasiz deydi-ku. Shuning uchun atrofingizdagi o'sha makoningizdagi insonlar va korxonalar kim? Muhimmi? Muhim. Shu muvaffaqiyat markazi. Muhim, chunki siz baribir ham o'shalarni nima deydi? O'shalarni krugida bo'lasiz, o'shalarni ta'sir doirasida bo'lasiz. Masalan, choy ichasiz. Bizda advokatlari bir yaxshi taktikasi bor. Zo'r ofis, zo'r kompaniyalar joylashgan ofisga borib, o'zining ofisini ochadi. Butun klientlar o'sha yerda uzoqqa borib ko'ryapti, mashallah, seni klient. Hammasi bizni klient bo'ladi. Mana shunaqa nima bor. Shuning uchun Kanadadagi bir nima shunaqa Centris'ga o'xshagan biznes markazlarining mantig'i ham har doim bir xil korxonalarga bermaydi, bir turdagi. Har xil turliliklarga beradiki, ular o'zaro munosabat qilsin. Haligi anchor tenant deydi. Asosiy yakir bo'ladigan tenantlar bor. Masalan, Shopify yoki Amazon yoki Google. Google'da olib keling bitta towerga, atrofida ko'rasiz qanaqa nimalar birlashadi-da. Xuddi Toshkentda Karzinkiga o'sha yerda narxlar degan. Xuddi shunaqa. Location bu muvaffaqiyat formulasida qanday mulkdan qat'iy nazar bu nima xonadonlar bo'ladimi yoki tijoriy mulk bo'ladimi? Location. Mana Centris Towers'ga men hozir yurib keldim masalan. Yuriladigan distansiya. Zo'r. Metrodan chiqasiz, yurib kelasiz masalan. Va ular yana bitta kriteriy aeroportga qanchalik yaqin, katta ijtimoiy davlat idoralariga qanchalik yaqin, tashqi ishlar vazirligi bilan ishingiz bormi? Marhamat. Mana shunaqa distansiyada bu qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillar. Bu faqat kvadratda yo faqat remontda yo'q. Pallani bosmaydi. Bu menimcha qulaylik, ulashuvlik, haligi nima deydi? Connectivity, bir-biriga bog'liqlik. Kim bilan qo'shni bo'lasiz bu yerlarda? Bu muhim. Har doim qaror qabul qilishda, demak, bularni qabul qilamiz. Endi yana boshqa narsa. Dalolat nuqtai nazaridan siz mana keldingiz, ko'rdingiz, ko'zingiz bilan ofisda ish ochiq hosil qildingiz. Zamondoshlarimiz deymiz, vatandoshlarimiz deymiz, sizga o'xshagan u yoki bu mamlakatlarda borganlarga nima qadrli? O'zbekistonda mana orttirgan kapitalini u yoki bu psixologiya bo'yicha qabul qilayotganda rahmat ekanmi, rakursi menga qiziq deb, balkim sizga o'xshagan. Menimcha ijaraga bera olish potensiali qadrli. Nima beradi? Xonadonda. Chunki baribir mulk o'sadi. Mana uzoq muddatli o'ylasangiz,
Menimcha Toshkentdagi mulklar hali ham arzon. Shunaqami? Hali ham arzon. Biz ko'pincha Toronto shahrini, Kanadani Toronto shahrini Nyu-Yorkka taqqoslaymiz yoki Londonga taqqoslaymizda. Hali ham bo'shliq bor o'sha Toronto o'sishga. O'shaning uchun Torontoga, xonadonlarga, ofislarga investitsiya qilinadi hali ham. Katta korxonalar bor. Brookfield Properties bor, masalan, dunyoda Dubaylarda ham nimalari bor, ofislari. Ular o'sha o'sish potensiali. Toshkentda hali ham o'sish nimasi bor. Markaziy joyda qurilgan narsa osonlikcha bunday ko'chirilib olib keta olmaydi. Atrofdagi insonlar bor, o'sha infrastruktura borda Toshkentda qiymat beradi. Va o'zimiz ham ko'rib turamiz, hamma Toshkentga harakat qiladi bu yerda. Bizda ham shunaqa o'xshashlik bor. Hamma Torontoga harakat qiladi. Nimaga? Chunki o'sha yerda hamma markaz. Torontoni o'zida 500 ta главный ofislar bor, headquarterslar bor, 500 ta katta kompaniyani. Bu juda muhim. Bir bilan oldi. Xo'p, mana O'zbekiston birinchi 25 yillikda deylik. Juda ko'p pozitsiyalarni qo'ldan berdi mustaqillikdan keyin. Startni masalan Qozog'iston ketib qoldi. Sen Boburlarni tashlab ketgan yer degandek, O'zbekistonda ochilishi mumkin bo'lgan xalqaro kompaniyalar Ostonaga, Olmaotaga, boshqa joydan qo'nim topishdi. Va Toshkentga yaqinroq joydan ochishdi. Olmaotada ko'p ochishdi. Nega Toshkent hozir bu pozitsiyani tiklab olishga fursatmi, yo'qmi, qila olamizmi, yo'qmi? Holatimiz qanaqa? Sizning kutuvlaringiz, prognozlaringiz qanaqa? Meni kutuvim mana yanagi qachon kelamiz bilmayman. 5 yil ichida kutuvlar juda yaxshi o'sish bo'ladi. Nimaga? Nima masalan, oddiy raqamlarga kelamiz. 26-yilda Jahon savdo tashkilotiga kiramiz, xudo xolasa, O'zbekiston muzokaralar juda yaxshi ketyapti. Asos bor. Signallar bor deydi-ku, simptomlar. Signallar bor. Mana aeroportda men ko'p sayohat qildim. Ko'p kirib chiqdim mana shu. Bu safarim bir 4 marta aeroportda kirib chiqdim. Ko'rgan insonlarim juda ko'pi chet elliklar. Investitsiya mana Tojikistonga ham bordik. Nima ko'rdik? Xitoyliklar. Ko'p inson baribir ham shu yerda izlanib yuribdi-da. Bu insonlar bir qarorni oladi, keyingi 3-5 yilda balki va bu yerga oqim ko'payadi. Oqim ko'payadi. Birinchidan Jahon savdo tashkilotiga kiryapmiz. Niyatimizni ham bildirdik. Jahon ijtimoiy iqtisodiy, moliyaviy institutlarga niyatimizni bildirdik. Bu haligi qochib qutulmas bir jarayon bo'ladi. O'sish bo'ladi bu narsada, shubhasiz. Buni har tomonlama ko'ryapman, sezyapman. Katta astoydil bir niyat qilib buzaman demasa, teoretik o'sish dinamikasi bor. O'sish dinamikasi bor. O'sha iqtisodiy o'sish va kapital oqimini olib kelishga ta'sir qiluvchi nimalar? Albatta. O'zbekistonga kirib kelmagan, lekin kirib kelishi mumkin bo'lgan 5 yil ichida qanaqa kompaniyalar kirib kelish kerak, kelyapti va keladi. Franshizalar juda ko'p keladi menimcha. Mana KFC'ga o'xshab. KFC va unga tegishli o'shani atrofidagi. Chunki KFC bu success case bo'lganda, hali mana boshqalar poyla bilan aytiladi-ku, masalan, McDonald's ochgan joyga kelib darrov Burger King ochadi. Chunki McDonald's o'zi ish tiqib qo'yganda, Ledako, muzni savolga javob topdi. Topdi. Menimcha o'zimizni ichimizdagi brendlar ham rivojlanyapti. Bu ham yaxshi bir omil. Masalan, aviakompaniyalar sonini qarasangiz ham aviakompaniyalar ham hali ochadi. British Airways bor, bitta KLM bor. Ular ochadi. Chunki Rossiya bozori ular uchun yopildi-da, sanksiyalar sababli, to'g'rimi? Bu ham bizga hozir ijobiy ishlaydi. Ijobiy ishlash kerak. Bular hozir kutib turibdi. Baribir ham qayergadir uchish kerak-da, u samolyotni olib qo'ygan. Qayergadir uchirish kerak u samolyotni. Bu bir misol. Transport vositalarimiz, transport infratuzilmalarimiz kuchayyapti. Mana shu Xitoyni siyosati bilan haligi One Belt One Road nimasi, boshqa katta proyektlarda o'rtasida turibmiz. Bu haligi eski zamonlarda cho'pnimda ishqalisiz qizib bir momentga kelib yonadi-ku. Ana shu momentda turibmizmi deb o'ylayapman, chunki ko'p nimalar harakatlar bo'lyapti. 80% usiylar, 20% addacha beryapti. Lekin bir fursat bo'lib qolsa 20% nima 80 berib qolish mumkin. O'sha paytda mana men hozir bitta narsani aytaman, 3 yil oldin, 5 yil oldin investitsiya bobda, kapital bobda Infactor'da ofisga borgansiz. To'g'risida 6 sotiq joyi 15 mingga olmadim. Sizga o'xshagan qiladi, aka, nima deysiz? Sal qaror qabul qilayotganimda endi sotayotgan odamning interesi sotadi, menga nimadir dogovorat qiladi. Sizga o'xshagan neytralni hali, shukurning interesi bo'lmagan odamlar nima desam, men bo'lsam olardim dedilar. 20 ga 2000 ga talashdim, 90 mingdan 88 mingga yo'q dedi, bo'pti dedim. Nasib qilganda dedim-da, hozir o'sha 15 ming bu narxi bo'lgan bir sotiq joy 100 ming bo'lib ketdi.
O'sha payt 20 mingga bir urib ketdi. Bu ham bir dars bo'ldi. Orqaga qarab aytamanki, biling, o'sha paytda yana 2 marta aytmaysizmi, xo'p deyman. Pul ham yo'q emasdi. Просто dajim bo'lmadi. Orqaga qarab 5 yildan keyin nima xatoni qilmasak, orqaga qarab xursand bo'lamiz degan omillar-u, nima xatoni qilsak xafa bo'lib qolamiz. Mana shunaqa pulimiz bo'lib turib, nima narsalarga investitsiya qilgan bo'lardi, yana sizga o'xshab aqlli so'rasa, puli bor, sharoiti borlarga to'g'ri tavsiyalarsiz. Meni akam o'zimni o'tmish xatolarimda aytaman. Torontoni o'rtasida xuddi Nestmanga o'xshagan proyekt bor. O'shandan oluvdik. Nimada? Katlavanida deydi-ku. Stроительствоsi. Keyin sharoitlar o'zgardi, immigratsiya oqimi pasaydi, davlat siyosati o'zgardi. O'sha olgan narximiz o'smaganda hozir. Mana shunda pul kutib qoldi. Nima Lekin uzoq muddatli o'ylasak, hali ham yaxshi investitsiya o'sha. Endi bu xonadon bu nima tijoriy nima emas. Shu nuqtai nazardan qarasam, menimcha O'zbekiston bozorida hozir ko'p joylarda ko'rdim, xonadon qurish juda ko'paygan. Demak, biz qandaydir pikka chiqdik xonadonlarning narxi bo'yicha. Profitsit taklif ko'paydi. Xuddi shunaqa o'sishni men tijoriy ofislar nimasida taxmin qila olaman. Hali pikka chiqmadik. Ana shu tomondan tavsiya qilardim. Agar haqiqatan ham diversifikatsiya nuqtai nazaridan qarasangiz, mayli xonadonlarga ham investitsiya qilasiz, uni ijaraga berasiz insonlarga, lekin tijoriy nimalar o'syapti. Qancha biznes towerlar ochilyapti mana shu yerda. Eng yaxshisini, eng maqbulini tanlab, o'zingizga to'g'ri kelganini tanlab, hozirdanoq arzon paytida investitsiya qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim qilamanmi? Xudo xohlasa men ham qilmoqchiman, lekin Torontodagi aktivlarimizni biroz yengillashtirib, qaror qabul qilib, keyin buni jiddiy o'ylab ko'ramiz. Chunki men O'zbekistonga kelgan maqsadim ham ziyorat, ham tijorat deydi-ku, shunaqa maqsadda kelganmiz va vatandoshlarni yana esga olamiz. Ko'p vatandoshlar hali ham o'sha O'zbekistonda bir uy olib qo'yay, bir uchastka olib qo'yay mantig'i bilan yuradi. U madaniyat turibdi. Chunki bizda qanday ukamga olib qo'yay, ota-onamga olib beray degan madaniyat hali ham kuchli-da. Silay rahim kuchli, hali tijoriy nimaga o'tilmagan, menimcha o'tish arafasida. Mana o'zimizni logistikalik akalar, to'g'rimi? Logistikada ishlaydigan akalarda ofislari bor Toshkentda. Ko'plarning back ofislari shu yerda. Shularga tavsiya qilgan bo'ladi. Bir jiddiy qarab ko'rishsin. Ofis muhim. Ofis muhim. 10 ta kvartira oldim, 12-sini olgandan ko'ra bittasi bu yoqqa deysiz. Men aytmoqchi emasman kvartira olmang deb. Uni ham qiling, buni ham jiddiy diversifikatsiya qilib qo'ysangiz, bunisi pastga tushganda, bunisi ko'tarilganda siz baribir o'rtalamada yaxshi raqamlarda chiqasiz. Sog'lom hayot tarzi juda ma'qul. Yuramiz, yuguramiz, energiyaga to'lamiz. Lekin oldi qish. Lumiyerda biz nafaqat harakatda bo'lamiz, balkim o'zimizni to'liq qulaylikda his qilamiz. Toping. Qulay servisga ega bo'lgan bar va xushmuomala xodimlar. Sovuq kunda tanaga rohat beradigan sauna, jakuzi hamda basseynlar. Investorlar psixologiyasida pul tikayotganda qaysi savollarga javob qidiraman? Semirtiramanmi? O'zim uchun ishlatamanmi? Necha xil nimalari bor? Yechimlar, kapitalizatsiya qilamanmi yoki sotamanmi, arendaga beramanmi degan savollar qiymat beruvchi nimalar bo'ladi. To'g'ri. Men endi Kanada haqida gapira olaman. Klientlarimiz investitsiya qilayotganda birinchidan pulni yo'qotmayman. Ya'ni qaytishi hali ikkinchi nima deydi? Eng muhimi yo'qotmaslik, ha? Eng birinchi pravillasi o'zi yo'qotmaslik. 100 ming qo'ydimmi, o'sha 100 ming 3 yildan keyin ham 100 minglikcha turadi. Xatab yo'qolmaganiga rahmat. Bu hali parkovka deydi-ku, parkovka qilasiz. Ikkinchisi, bu investitsiya yordamida moliyaviy bo'lmagan qanaqa benefitlar olaman, qanaqa foydalar olaman. Masalan,
bizni klientlarimiz bor, aytadiki, biz faqat pulni qaytishini o'ylaymiz, bizga immigratsiya kerak emas deydi. Lekin ba'zilar aytadiki, men investitsiya qilsam, mayli pulini qo'yib tur, menga immigratsion status beradimi? Kanadani dokumentlarini ola olamanmi? Kanada pasporti ola olamanmi? degan bu moddiy bo'lmagan foydalarni ko'zlaydi. Bu bizni klientlar orasida. Keyin uchinchisi, aytganimdek, investitsiya qilaman, mayli pul yutqizaman 1-2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, lekin bozorda qancha qismini egallay olaman? Egallay olaman va o'shanga men qurbon bera olaman. Masalan, 300 ming, 400 ming, 500 ming market share, chunki u bozorlarda haqiqatan ham bozor ancha egallangan, joy tor, haligi kichik bo'shliqlar kam Kanada bozorida. Bizda joy ko'p, hali bemalol hali egallanmagan. Katta o'yinchilar qisib qo'ymaydi-da sizni masalan. O'zingizni nishangizni topib olsangiz ketaverasiz. U yerda Kanadada nishani topasiz, ancha pul, cash burn deydi, pulni yoqasiz. Rozi bo'lasiz, lekin bozorda bir parchasini egallashga uzoq yillik strategiyalar qurasiz. Bu shoshilinch bo'lmaydi. Kanadada men har doim klientlarimizga aytamanki, shu pulni yo'qotishga rozi bo'ling. Lekin oldida qanaqa foydalarni keltirib chiqamiz, qanaqa qiymatlar olamiz, moddiy, nomoddiy yoki moliyaviy yoki nomoliyaviy, ana shu narsalarni olamizmi, yo'qmi? Shuni strategiyasini quramiz biz va aytamizki, mana bu yaxshi fikr, mana bu yomon fikr. Haligi bir yomon pulni orqasidan yana yomon pul tiqmang deymizda. Minimumlarni qiling, nimani oling. Zo'r gap bo'ldi. Yo'qoladigan. Bilib turib roziman, 100 ming tikaman, kelmaydi. 10 ming tikaman kelmaydi. To'g'ri. Mana dunyo brendlari bor, Uber bor, boshqa Airbnb'lar bor. Bular hozirgacha pul yoqyapti. Necha yil, 8 yil, 9 yildan beri cash burn. Har oy bozorda egallab olgan, bozorda yaxshi mustahkam tomir otib olgandan keyin keladi. Uni investorlar ham biladi. IPO ga chiqqandan keyin balki nima bo'ladi? Airbnb IPO ga chiqmoqchi edi, nima qilib. Bularda shunaqa madaniyat bor aka. Bu bizda o'zbekistonliklar o'sha kanaratski jukdagi nimasi bor. Qancha ekmoqchisan, 1 tonna, qancha olmoqchisan olmayman. Nimaga desa kanaratski juklar buk bo'lsin-ki. Uzoq muddatli strategiya qurish menimcha baribir O'zbekistonda ham kirib kelyapti. Men kecha bir biznesmenlar bilan gaplashdik. Oldinlari marjalar 100% bo'lmasa odamlar umuman qilmasdi. Hozir 50% ga xursand bo'lyapmiz. Borib 20% ga ham xursand bo'ladi. Qarab ketyapti. Ha, shunaqa. Alisher Saif ko'p shu gaplarni aytadi. Foyda nolga qarab intilaveradi. Shunday. Raqobat bor-da, ijobiy jozibador sohaga ham buni ko'ra bilgan vaqtdan unumli foydalanib temirni qiziganida uradi-da. U ham muhim. Fursat. Qiziganida uradi degani nima degani? Mana investitsiya psixologiyasida qachon vaqtida fursat bo'ladi, qachon kech qoldim deyiladi, qanaqa psixologiyalarni oshiradi. Masalan, Bitcoinga kech qoldik menimcha. Masalan, 4000ligida olmaganmiz, masalan, 4000-5000ligida olmaganmiz. Hozir 100 ni qarab nima qilyapti? Bo'ldi, kriptovalyuta bo'yicha bir gaplashaylik, ozgina bo'lsa ham balki bizga qiziq masalaki kapital mavzusida pul tikadigan investitsiyalar har xilda, kimdir binoga tikyapti, kimdir tiliga tikyapti, kimdir aksiyaga, kimdir obligatsiyaga, kimdir bitcoinga, kimdir sog'lig'iga tikyapti, kimdir bilimiga tikyapti. Bu ham kapitalda. Kapital bu. Siz mana boya menga Islomjon aytdiki, Hasan aka, rahmat akam shu kapital mavzusida albatta kriptovalyuta va bitcoinlar mavzusini ham bir ko'tarib o'tsak deb aytdilar. Nima mavzuga e'tibor qaratishimiz muhim deb hisoblaysiz? Davlatlarning xatti-harakatiga e'tibor berishimiz kerak menimcha. Endi kriptovalyuta bo'yicha ekspert emasman, lekin davlatlarni qilmoqchi bo'lgan narsalarni aytib o'tishim mumkin. Masalan, davlatlar ba'zilari kriptovalyutani qattiq nazoratga olmoqchi. Ba'zilar aytayaptiki, kriptovalyutani xususiyatlarini olaylik, o'zimizni valyutaga tatbiq qilaylik. Masalan, digital dollar deydi. Orqasida rezerv davlatning banki turadigan. Masalan, Kanada ham o'ylab turibdi hozir. Kanada dollarini raqamlashtirdi. Bitcoin coin deydi, o'z coin deydi. O'zini davlat orqasida turadigan coinlar. Demak, bu bozorda ham albatta hazilkash coinlar ham bor, Dogecoin deydi. Ularga e'tibor bermaymiz, lekin stabilniy coinlarga e'tibor berishimiz kerak. Bu aytmoqchi emasman, butun fiat pulini yo'qotib yuboradi deb. Lekin qaysidir qismini egallaydi. Bugun Islomjon bilan gaplashdik, logistikada ishlaydigan akalarimiz bemalol o'sha treyderlar orqali million suda bemalol o'tkazishadi.
tranzaksiya xarajatlari kam. O'rtada hisob kitobni ham bemalol olib bora olasiz. Bankka hisobot bermaysiz yoki davlat sizni pulingizni qayerga jo'natyapsan, nima qilyapsan demaydi. Bu ko'p kishiga jozibador-ku. Bu xususiyatlar jozibador-ku. Lekin davlat nazorat olishdan zavq oladi. Nazorat olishga xavfsizlik nuqtai nazaridan nazorat olish kerak deb o'ylayman aslida. Chunki undan har xil inson foydalanishi mumkin, to'g'rimi? Suiiste'mol qilishi mumkin. Xuddiki o'zimizni puldan ham suiiste'mol qilinadi-ku. Hali atmivaniya denik deydi, u bu deydi. U ham o'zini mavqeini, o'zini bozor ulushiga ega bo'ladi. Buni inkor qila olmaymiz. Bitcoinmi bu yoki kriptomi qaysi biri? Faqat biz hozir kelishib olishimiz kerak. Qanday oldinga chiqamiz? Davlatlar kelishib oladimi buni yoki qarang, bir paytlar veksellar bo'lgan. Barterlar bo'lgan. Keyin nalichka bo'ldi, keyin перечисление bo'ldi. Hozir paymilar, boshqalar ko'rinishi o'zgarib boraveradi, lekin qulayligini hisobdan davlat hazm qilib olish kerak. Hazm qilib olish kerak. O'yin qoidalarini tushunib olaylik, tahdidlarni oldini olaylik, to'g'ri qaror qabul qilish. Keyin eng kech deb qachon eng kech bu tatbiq qilinadi deb so'rasangiz, menimcha mana yosh avlod digital native avlod, tug'ilganidan raqamlida bu avlod. Bu avlod hali bu avlod 10-20 yilda nimaga kelsa, hukumatga kelsa, nima bularda o'ylash mantig'i boshqacha bo'ladi. Buni davlat biladi. Bu keyingi 10 yilda ishida bu. Ana shu avlod o'sib chiqsin, уже digital avlod bular aytadi, men pulni nima qilaman ko'tarib yurib, men hammasi sifrovoy bo'lsin. Meni o'zimni pulimni qanday ishlatishimni men o'zim hal qilay deydi. Bu juda erkin o'sgan avlodda bular. Ular davlatdan ruxsat olay, $10,000 bu yoqqa chiqaray, $100,000 bu yoqqa chiqaray, borib markaziy bankdan nima ol, yo'q. Ularda yo'q. Ular shunday telefondan o'tkazib o'rgisi keladi. Va bunga sharoit ham yaratadi. Bu avlod nimaga kelsa. Keldik aka, men hattoki mana shu plastik kartochka bitta joylarda yo buxgalteriya paymidan to'lashga mumkin emas degan uchun korporativniy обязательный ujunda o'sha uchun olib yuraman. Paymi оплата на месте qilsam bo'ladi, qilsam yo'q bizda mumkin emas deydi. Ana. O'sha uchun olib yuraman. 95% joyimda hatto kartochka kirganda shu plastik kartochkani olib kirmayapman. Endi nalichini qo'yavering. O'ylang, bu o'zgarishlar qanchalik tez bo'ldi? Necha yilda bo'ldi shu o'zgarishlar? 10 yildan kam-da. 5 yil, 3 yil ishdi. Xuddi shunaqa raqamlashgan avlod kelganda biz bitcoin va boshqa raqamli valyutalarning o'sishiga shohid bo'lamiz menimcha, u shubhasiz. Biz doim hamma narsani eng yaxshisini tanlashga harakat qilamiz. Eng yaxshi ish, eng yaxshi libos, eng yaxshi mashina, eng yaxshi uy. Lekin sovg'a tanlayotganimizda esa doim ikkilanamiz. 15 yildan beri o'z xaridorlarini xursand qilib kelayotgan Dekas kompaniyasi sizga o'z mahsulotlarini taklif etadi. Ko'nglingizga manzur bo'ladigan korporativ biznes sovg'alarni brendingiz logotipini aks ettirgan holda sizga taqdim etish va ko'zingizdagi quvonchni ko'rish bizga zavq bag'ishlaydi. Dekas eng yaxshisi. Bu nimaga olib keladi? Investitsiyalarni, zilkalarni ijobiy ta'sir qiladimi? Baribir pul haqida yo kapital haqida, investitsiya haqida gaplashamiz. Unga bog'liq tarafi. Aka, bog'liq tarafi bu ham bir investitsion proyektda. O'zingiz diversifikatsiya qilganingizda xonadon, oltin, Amerika dollari, Kanada dollari, ana kriptovalyuta ham bu korzinkangizni nima qiladi? Xilma-xil qiladigan bir vosita. O'zbekistonda bugungi kunda o'sha investitsiya qiladigan instrumentlar bor, yana oltin deydi, xonadon deydi, jiloy yoki nijiloy kommersiya deydi, kimlardir dollar deydi. Yana nima variantlar bor? Bir 10 yil oldin mashina edi, bir yil o'tib ketdi, hozir mashina kerak emas, to'g'ri. Mashina bor, toza olgan sari tushib ketyapti. Yana nimadir bormi? Jozibali nimalari? Menimcha bilimni ko'ryapmiz. Juda tijoriy maqsadda qurilgan universitetlar, bilim investitsiya buni anglab yetdi. Menga kecha bir biznesmen akamiz aytdilar, hozir O'zbekistonda yaqqol ko'rinyaptiki, oilalar farzandiga investitsiya qilyapti, bilimiga. Realni bu trend. Bu chet elga o'qitish bo'ladimi, shu yerdagi xususiy maktablarda o'qitish bo'ladimi? Bu
Mana bu ham bir investitsiya. Chunki biladiki, ertaga buni addachasi bor. Balki 10 yilda, balki 15 yilda bu shubhasiz bor. Mana bu bir investitsion nima yo'nalish bo'lishi mumkin. Endi u produkt ta'lim. Men pulimni bolamga o'qishiga tikyapman, lekin pul tikyapman, tilla tikmayapman, bitcoin tikmayapman. Ertaga raqobatdosh bola bo'lsin. Yo'q, uni o'sha ta'lim kapital va ta'lim resursiga, lekin baribir likvidni boyga yetdi, yo'q bormaydigan resurslarga bugun nimalar kiryapti? Mana ortgan pulingiz qorin to'ydi. Ortiqcha $10,000 bor. $10,000 nimaga tikib qo'yib, oyiga $1000 tikib, nedivijimizdan tashqari alternativni paketlarda nima bugun bor taklifda va nima startaplar bizda Kanadada bitta o'zimizning vatandosh akamiz bor. Sobiq SSR davlatlaridagi startaplarga e'tibor berib, o'shalarga investitsiya qilib qo'yadi. Masalan, startap loyihalari 7 yil, 8 yilda pishib qoladi u loyihalar, keyin ular nimaga chiqadi? Kimgadir sotib yuboriladi, to'g'rimi? Bizda mana success storylardan biri menimcha Dubayda bir dastavka kompaniyasi bor edi, adashmasam uni oti Wingmidi, Wing shekili. Muzaffar akani nimasi. Amazonga sotildi-ku 950 millionga. 950 million dollar. Hali shu madaniyat kelmadi. Yo'q. Lekin men bilaman, aniq bilaman, pachka do'stlar, pachka yaxshi startaplarga tikkanini bilmayman. Startaplar mana bunaqa narsam bor, g'oyam bor. Qaysi bozorga shu taklif bilan chiqsam degani hali massivni bilmayman. Pulim bo'lsa uy olaman deymiz, pulim bo'lsa uy sotamanni eshitamiz. To'g'ri. Lekin pulim bo'lsa investor sifatida startaplarga tikamanlarni hali taklif talabi naq populyar emasligi. Startaplarni lekin eshitganman. Masalan, Qozog'iston misolida aytishim mumkin. Bir o'zbek akamiz Qozog'istondagi EduTech, ya'ni EdTech ta'lim startapiga kiritgan va hozir u startap faqat Qozog'istonda emas, butun Janubiy Sharqiy Osiyoda 100 millionga yaqin subscriber bor, ya'ni nimalari bor. Hali ham lekin bormani-da bu. Bu ham hozircha hali yo batan yo biratan. Chunki 10 tadan 9 tasi nima deydi, uchmaydi-da. Rozi bo'ladi. O'sha bittasidan chiqadi. Mana men bu savolni bejiz so'ramadim-da, kecha men oldimga aka bir ikkita do'stlarimiz keldi, Hasan aka bitta joyimni sotib berdim, 100 ming pulim bor. Shu bolam nimadir qilay deyapti-yu, shu born bo'lmasligidan qo'rqaman deyapti. Born bo'ladi-da bu. 30 ming ketgandan ko'ra tinchginaman bu yerda mashinaga tikaymi, tinchginaman u yerda 10 ming bo'lsa ham depozit to'lab, oyiga 1000 dan bersa diversifikatsiya qilib jiloy, ikkinchi jiloylarga tikaymi yo bitta kattaroq jiloyga tikaymi yo bitta kattaroq jiloyga tikaymi. Shu ma'nodagi investorlar psixologiyasini aytgan. Men aytdim, aka dedim, sizlarga o'xshagan yaxshi mutaxassislardan bo'lsa, o'sha biznesdan ortgan deyapti. Masalan, taxta bo'lsa 100 so'mlik оборот kerak, taxtamga 200 so'm asstatga tiksam, 100 so'm tiksam, undan yo'q savdom ko'paymayapti. Skladim semiryapti deydi. O'sha uchun meni обороtimga 100 so'mlik taxta yetar ekan, undan ortiqcha 100 ming tiksam, savdom ko'payib qolmas ekan. Endi o'zimning обороtimga 100 minglik taxtani ushlabaman, qolgan 100 minglik taxtani o'rniga nimaga tikay? Yangi biznes sifatida tiksam, qo'rqyapman. Bolam u sohada tajribasi yo'q. Siz скорее всего qo'rqayotgan bo'lsangiz bejiz emas. To'g'ri. Endi tajribasi yo'q inson o'g'lingiz bo'ladimi, qizingiz bo'ladimi, baribir tajribasiz u inson, riski juda baland bo'ladi, to'g'ri? Chunki men endi to'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdim, balki bizani ko'rgan odamlar tavsiya qiladi. Men chunki hech kim buni ham interesim yo'q. Boshqa o'zim olgan dentijimizlardan ham interesim yo'q. Yaxshilikka sababchi bo'lsam, bu yerda men dedi qo'rqmasligim dedi, 10 ming pulim bor, yoki 20 ming pulim bor, oyiga 2 ming 3 mingdan tikmoqchiman. Bir yil ichida 20 ming, 100 ming yoki 2 yil ichida 20 ming, 100 ming bo'lib kapilka qilib 100 minglik mulkim bo'lgani yaxshi ekan. Chunki oyiga 3-4 mingdan orttira olaman va первоначальный 25% vznosium bor ekan dedi. Shu algoritmdagi odam formulasini ochdim. Siz aytganingiz o'sha birinchi 30 mingni yo'qotmoqchi emasman va o'zimni sal bo'lsa ham mas'uliyatga tiqmoqchiman oyiga 3 mingdan. To'g'ri. Конечно, qo'yi semirtiraman, 100 minglikdan mulkli bo'lib qolaman dedi. U birinchisi pulim kapilka bo'lishi, ikkinchisi pulim yo'qolmasligi, xavfsizligi algoritmi bilan qaror qabul qildim. Uchinchisi 100 ming katlaman paytda 25 ming tikib oyiga 2,5 ming 3 mingdan tikkan narsam bitgandan keyin bilishimga qaraganda 800 lik narsani olsam bitguncha 1200 ga chiqadigan joydagi narsani psixologiyasida ko'rdim. Hali 150 ga oshish ehtimoli bor, yo sotib yuboraman so'yib dedi. Yo remont qilib arendaga beraman. Mana shu psixologiyani bir audit qilib bersangiz. Aka, menimcha ana shu yo'nalishda ketilsa, demak
obro'si baland o'sha bilderiga qaraysiz, kim quryapti? U muhim. Joyiga qaraysiz, bu juda muhim. Chunki sizni hali nimalaringiz, gipotezalaringiz borda, bu bo'lsa bu bo'ladi, bu bo'lsa bu bo'lishi, algoritm ishlashi uchun iloji boricha risklarni kamaytiradigan nima? Kim quryapti? Qayerda quryapti va hujjatlari qanday? Chunki yuristlar mana shu hujjatlar haqida gapirish. 10 tadan 7 tasi kuyyapti deb Toshkent kecha gapirgan bir kunimiz o'tdi o'sha biznesmen akamiz bilan. Aytayaptiki, xonadonlarni misol keltirdi. 500 ga yaqin proyekt bor dedi. Qog'ozda yoki amalda, ko'plarni qog'ozi noto'g'ri dedi-da. Qog'ozi yo'q. 10 etajga ruxsat olgan, 14 qurib qo'ygan, Qurib qo'ygan, kadastri yo'q. sotib qo'ygan uni ham-da, sotib pulini olib qo'yganda. Qog'oziga qaraysiz, bu huquqlar. Bizani o'zbek xalqi ishonuvchi. Maketga qarab, salgina reklamaga qarab, Rahmat akamning ko'rsatgan so'zlariga qarab, nontizlarga qarab, Asr akam muomalalariga qarab qabul qilib qo'ygan. Yo'q, har doim hujjatga Daviray qaraysiz. и проверяй. Albatta. Давайте mana shu sizni yurist sifatida mana shularni jon akalar degan messengizni ayting. Bitta narsani unutmaylik, qanchalik yaqin munosabatdagi akaxonlar yoki qadrdonlar sizga tavsiya bersa ham va beradi ham chin qalbdan, ularni tekshirsangiz, ular sizdan xafa bo'lmaydi, aytadi, keragini qilyapti deydi. Masalan, siz hozir menga bir предложение bersangiz, Hasan aka, men qadrdon aka-ukamiz, lekin Hujjatchilik o'zilmasa porядкasi hujjatini tekshiray deyman-da. Nima hujjatlarni talab qilishimiz kerak? Mana hattoki farq yo'q. Men bilan siz aka-uka bo'lsak, oldi bersak, men sizga joy sotib olman yoki Rahmat aka ham do'stimizdi, Murod akamizdi, ukamizdi yo boshqa desa, nima hujjatni behijolat. Hasan akam hurmat o'zi yo'lida, Murod akam bo'lsa ham, siz ukangiz bo'lsa ham, jiyaningiz bo'lsa ham nima hujjat so'rashingiz kerak. Albatta o'sha reklamadagi shartlarni shartnomada aks etganmi yo'qmi buni tekshirishimiz kerak. Chunki xalqimiz sodda, shartnoma o'qimayapti, o'zini minusida. Aka, bu kichkina pul emaski, shartnoma o'qilmasin. Shuncha pul topib yoqqa kelganda aqli yetmasdi. Aqli yetmasa, undan ko'ra 100 so'm pulni berib, yurist chaqirib, so'ratgani arzonroq aylanadi. To'g'ri. Ishonch bildirgandan ko'ra. 100 ming dollar tikib olsam, mingni tikkin, lekin o'sha 100 ming yo'q bo'lib ketmasligini oldini ol. Va o'sha aytganimdek huquqiy hujjatlarni tahlilini qilish kerak va o'sha bilderlarni o'tmish tarixida nima qilgan bu bilderlar, qanaqa portfoliosini ko'rishimiz kerak. Chunki kim u, nima u. Hozir Toshkentda menimcha gen plan amalga tasdiqlangan. Gen planni ko'rish bu juda katta narsa-da. Ko'p odamlar gen planni borligini ham bilmaydi, balki yoki topa olmaydi gen planni. Bu populyar bo'lmadi. Endi qilinish kerak bo'lgan narsa. Sizga o'xshagan tajribali bo'lish uchun o'zi muvaffaqiyat tajribasi xatolar natijasi. Siz O'zbekistonda yursangiz, O'zbekistondagi mishleniy bilan yuradi. Siz yurist sifatida shunchalik odamlar sinchkovlik bilan ko'raverganlarni ko'ramiz, bu sizga dvajdi-dva. To'g'ri. Bugun ham O'zbekistondagi, ham tashqaridagi vallomati bo'lsa ham, eng zo'r reklamalar qilgan bo'lsa ham, cheklislar bormi, nimalarni so'rash kerak? Cheklis hujjatlarni nimasini, spiskini, ro'yxatini olib, har bir hujjatni sinchiklab qarash kerak. Aytilgan gap bilan o'sha hujjatda o'sha aks ettirilganmi, bu bir. Keyin davlat idoralarida baribir ham ma'lum loyihani tasdiqnomasi bo'ladi. O'shalarning kopiyasi davlat taqdim qilish kerak. Mana buni biz tasdig'ini berdik, bu hali ko'rib chiqilmoqda, mana buni tasdig'ini bermadik. Siz o'sha risklarga qarab, demak, men buni qabul qila olaman yoki qabul qila olmayman deysiz. Ba'zilar o'sha tasdiqlanmagan loyihaga ham pul tikadi-da. Chunki aytadi, menga yoqdi deydi. O'shani qabul qilishingiz kerak. Ertaga 6 oyga kechikadimi bu loyiha, 1 yilga kechikadimi, buni ham qabul qilishingiz kerak. Rozi bo'lasiz. Hattoki Torontoda men olgan uy 8 oyga kechikdi, masalan. Hatto Torontoda. Nimaga? Chunki endi Torontoda sal nimalari boshqacha, masalan, ishchilar zabastovka qildi, ishlamaymiz dedi. Yoki bir narsa davlat pandemiyaga tushib qoldik, to'g'rimi? O'sha paytda endi yana 8 oy kutadigan bor, kutmaydigan bor-da. O'shani risklarni inobatga olib, checklistlarni baribir ham недвижимость bilan, ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan advokatlar bilan yonlashishingiz kerak. Men unaqa advokat emasman. Lekin tavsiyalarim, siz bo'lsangiz nima qilardingiz? Albatta, men hujjatlarni tekshiraman. Birinchi sizdan ham so'radim-ku, shuni dogovorni ko'rsak bo'ladi. Nimani ko'rdingiz? Давайте bitta analiz qilaylik. Mana Rahmat akam bo'lsam, nima kriteriyni qaragan bo'lar? Birinchidan qaysi valyutada ish qilamiz? So'mda qilamiz. So'mda tarixini qarayman. Qadri sizlanyaptimi, dinamikasi. Foydamga ishlaydimi, zararimga ishlaydi. Chunki hozir o'zbek so'mi qandaydir bo'lsa ham stabillashdi menimcha. Chunki yilni boshidan yilni oxirigacha qarasangiz, o'sish nimasi unchalik baland emas. Balki davlat ta'siri bilandir. Chunki balki oltin sotilyapti, oltinni ushlab kuchi bilan valyutamiz qaysi kriteriyalar davlatda. Lekin men faqat trendlarni ko'raman, aytaman, demak o'zbek so'mida kontrakt imzolansa bu manfaatimga. Chunki dollar o'sib ketyapti, baribir apasni.
Keyin to'lov shartlarini ko'rib chiqdim. Nima masalan? Masalan, o'sha 25% down payment, depozit, keyin qolganlari 12 oyga, 24 oyga bo'lib qarab, matematikasiga. Keyin buni agar ijaraga bersam, ijaraga qanchaga bera olaman? Hozir kvadrati Toshkentda menimcha $30-40 atrofida ijara klassiga qarab o'zgaryapti. Keyin agar o'zim yashaydigan, o'zim bu nima ofisda turadigan bo'lsam, demak men undan qanday addachi ola olaman? Bu regionda qanaqa klientlar menga keladi? O'sha nematerialni valyular. Nematerialni kim atrofimda kim bo'ladi? O'shaning manfaat olaman, nimadan haligi sotuv bo'limidan iloji bo'lsa, chunki bu ba'zan konfidensialniy narsa, buni tushunsa bo'ladi. Kimlar podpis qo'ydi? Kimlar kelmoqda bu yerda? Bu muhim. Bu muhim. Sizni qaror qabul qilishingizga ijobiy ta'sir qiluvchi omillar. Ijobiy yoki salbiy, ya'ni buni qarorni nima qiladi? Yana nima? Keyin o'zi davlatni katta rejalari nima? Mana WTO World jahon savdo tashkilotiga kirmoqchimiz. Investitsiya qildikmi bunga? Qancha resurslar bu shu tomonda yo'naltirildi? 15 dan ortiq davlatlar bilan birga-bir muzokara qilindi. Amerikani duosi olindi va qolganlari duosi olindi-da masalan. Oddiy qilib aytganda. Demak bu bo'ladigan narsa, bo'ladi. Faqat 26-yilda qachonida bo'ladi bilmaymiz. Boshidami, o'rtasidami? Xitoy kompaniyalari, chet el kompaniyalari kirib kelyapti, bu ham. Men xohlasam arendai bera olamanmi, xohlasam sota olamanmi degan представительский ofislar bo'ladi, kichik format. Psixologiyangizda nechta ssenariyni qaror qabul qilishga nima qildi? O'zim ishlaymanmi, sotamanmi, arendai beramanmi? Yana qanaqa ssenariylarni cheklaysizdan ichingizdan o'tib qo'yasiz? Plan A, plan B, plan C, plan D. O'zbekistonga qaytsam, shu yerda ofisim bo'ladimi, yo'qmi? O'zim bo'lsa o'sha ishlarmidim degan kriteriyni o'yladingiz. To'g'ri, albatta. Ikkinchi kriteriy nima? Men yana hozir taksida kelayotganimda parkovkada tiqilib qoldik. Ana yerda 2 qavat parkovka bor. Yo'l to'sib qo'yilgan. Toshkentda katta muammo bu. Parkovka muammosi. Demak, bino qarayotgan parkovkasi muhim. Bu nima beradi? Keyin qaradim, o'sha nimada 800 ta o'rinlik parkovka bo'lar ekan. Afsuski bu parkovkalar individual emas, haligi sizga bog'liq emas, umumiy xalqqa ochiq, soat bay pulini to'lab parkovka qilaverasiz. Bu juda muhim narsa-da. Yaxshimi yomonmi? Yaxshi bu. Nimaga? Chunki masalan men mashinada yursam yoki mehmonim mashinada kelsa, men parkovkasini ta'minlab berishim kerak. Pulni to'lab bersam kirish kerak. Albatta. Xohlasa masalan abonentskiy qilib bir haftalik, bir oylik olib qo'yamiz, tabiiy ishxonaga o'zim kelayotgan bo'lsam. To'g'ri. Zakreplёnный место. Chunki bizda baribir mashinada yurish hali ham bir odat. Masalan, men metroda yurishni yaxshi ko'raman, lekin odamlar mashinani tavsiya Bu kriteriy. Bu kriteriya bor. Yana semirtirib sotish, plan B, plan C, likvidность kriteriya bo'yicha qanaqa qaror qabul qilasiz? Semirtirib sotish bo'lsa, bu hozirgi olayotgan raqamim bilan bitgandan keyin bo'ladigan raqamini hisoblab, shuncha pulni bog'lab qo'ya olamanmi, yo'qmi va menga oqlaydimi? Mana shuncha orttira olamanmi, yo'qmi? Masalan, hozir 3000 dan kvadratini olsa, misol uchun aytyapman, 4,5 bo'ladimi yoki 4000 bo'ladimi, qancha bo'ladi? U bo'lish bo'lmasligiga bular ba'zilar ishda o'xshab sotyapti. Asos bormi, yo'qmi? Kim bilan solishtirasiz? Menimcha mavjud klass A kategoriyadagi nimalar bilan solishtirasiz. Endi kam u, lekin baribir solishtirish nimasi bor. Yoki yaqin atrofimizdagi qo'shnilar, balki Almatani tarixini qarab chiqish kerak qani. Klass A'lar nima bo'ldi? Demak, mangacha success story bormi, ledakol bormi, yeb qo'yganlar bormi, yutganlar bormi? Analizi bu qaror qabul qilishingizdagi beriluvchi savollar. Benchmarklarni topishim kerak-da, muhim. Bu savollarga bular o'zi asli mutaxassislar talqinida javob bersa, ular olmoqchi bo'lgan insonlarga qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Yana nima muhim? Ertaga arendai bera olamanmi? Sota olamanmi? O'zim ishlasam, ishlaymanmi? Yana nima, narxi qiymati oshadimi? Agar o'zim kelsam O'zbekistonda ofis ochsam, boshqa joydagi ijarani pulini o'rniga o'zimga bir egalik qiladigan joy ola olamanmi? Bu ham muhim. Baribir ijaraga beraman, uni puli begonani pulida, meni pulim emas. Unga berib yuboraman, lekin o'zimga investitsiya qilsam, oyiga 3000 to'lab tursam, men o'zimning cho'ntagimda qolgani yaxshi-da. Mana shu tomondan. Zo'r. Yana sizga o'xshagan, men yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan insonlar bilan gaplashdim. Afsuski efirga chiqmagan, chiqa olmaydigan odamlarning gapi. Inson o'zini bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi nuqtai nazardan ortiqcha puli bo'lsa, qanaqadir disiplinaga, tartibga o'rgatsa, bu ham yaxshi bo'ladi. Chunki pul bekor turganidan foyda yo'q-da, qimirlab turish kerak. 5000 pulim bor, oyiga 2000 dan bo'lsa ham, men disiplinaga o'rgatsam, 2 yildan keyin bunday qarz qutiladi. Men 100 minglik aktivga boraman. Bu nima psixologik nima effekti bor? Boyagi moralni yoki emotsional jihati bormi? Menimcha hali qarz ketadi, bu yonga qoladi degan gapda
O'sha kopilkada. o'sha kopilkada aka, bu parkovka kopilkada Muhim narsa. muhim narsa, chunki siz hozir o'zbek so'mida olyapsiz, lekin ertaga bemalol yangi dollar nimasida nima deydi, ayirboshlash o'zgaradi. Unda sotib nima sразу likvidnida, bu tez sotiladigan. Bu ham muhim, bu zo'r fursat, bu Muhim imkoniyat. fursat-da. Men 2005-yil, 15 yillik rassrochkaga masalan 10 million so'mni oyiga to'lay, 12 million so'mdan bo'lsa 6700 so'mlik paytda 12 millionlik обязательство kirdim. O'sha payt 2000 dollarda, hozir 6700 qanchalikka ko'ring? 500 dollar. 500 dollar. O'sha so'm So'mda bog'lasangiz yaxshi-da. 100 ming dollarni oyiga 2000 dan berasan desa, 2000 dan to'lab yurardim. Lekin oyiga 2000 dan emas, o'sha oldiga 500 dan qilib bera qoling, desa, aka uzryapman, sekin-sekin deyish. Nima mana hozir so'mdagi aka baribir global narsalarni inkor qila olmaymiz. Masalan, Tramp keldi, bir haftadan keyin ofisga o'tiradi. Bir narsalar qiladi, balki Amerika dollar yana uchadi-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun o'zbek tepaga ketadi. Mana Rossiyaning rubli qanday o'ynadi, to'g'rimi? Odamlar qo'rqitib Yaxshi yubordi. bo'ladimi, yomon bo'ladimi bilan? Menimcha Amerika iqtisodiyotiga hozir ishonch juda baland. Yana baland bo'ladi. Baland bo'ladi. Ha, Tramp Tramp kelsa, kelishi. birinchidan hamma o'sha majburlayapti zavodini Amerikada ochishini. Haligi repatriation deydi, qaytarib olib kelyapti zavodlarni Xitoydan va boshqa joydan. Stimulirat qiladida Amerika iqtisodiyoti. O'zi Bayden zamonida ham o'sdi-yu, prosta Baydenni boshqa. Bizga ta'sir nima? Mana biz Chunki O'zbekistonda dollar bilan dollar nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Dollar o'sadi menimcha. Ha, dollar o'sadi degani hozirgi masalan shu kecha kunduz 12900 so'mlik dollar 2025-yil yanvarda syomka qilyapmiz. Sizni fikringizcha har xil holatlar bo'ladi. Programma minimum aniq nechiga chiqishi mumkin? 2015 ga o'xshagan holat bo'lsa, nechigacha, nechi bilan nechi bungacha vilkada chiqib qolish gipotezasi bor. Bu Gipoteza faqat endi shaxsiy kuzatuvlarga qarasak, masalan, yanvardamiz hozir, dekabrgacha bir menimcha 14 ga chiqadi-da. 14 mingga chiqib qolishi 14 ga mumkin. chiqadi. Bu degani 2 yil ichida 16 ham bo'lib qolishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Agar shu tendensiya ketsa, Bu degani o'sha bugungi 1000 dollar ertaga borgan sari bir 20% ga o'sadi. nima bo'laveradi so'mda agar olsak. So'mda Bu bizning foydamizga shuning uchun bu siz shartnoma jo'natganingizda men aynan shunga qaradimki, so'mda bog'liqlik vigini. Bu ham bitta hali trigger. Aka dollar davosiz dollarni to'laysiz desa, qaroringizga sal munchalik ta'sir qilmaydi. Okey. Men kecha Rossiyada endi investitsiyaga qiziqyapman, kapital mavzusini o'rganyapman, sizlarga o'xshagan yaxshi mutaxassislar bilan intervyu ko'rdim. Boshqa narsani ko'rdim. Oldin Rossiyadagi puli ko'p odamlar dunyoni xohlagan joyga tikish imkoni bor edi, deydi. Hozir dunyoni xohlagan joydagi pullarni muzlatgani uchun o'sha qo'rqyapti, hatto bu eskisini ololmagan uchun yangisi lishli pullarni. Xuddi shu. Nimalarni tikyapti? Rossiyani o'zida va Rossiyaning regionlariga tikadiganiga tikib bo'ldi, недвижимость ishonchli bo'ldi. Теперь мы рассматриваем постсоветское пространство, которое нам негативно относится. Bu bizga qanaqa riski bor? Xuddi alisida bo'lsa ekspertlar keldi-yu, narxlar oshib ketadi. To'g'ri. Unda riski yo'q, mana kvartiralar oshib ketdi-da. Yo'q, mana ijobiy va salbiy tomoni kvartiralarga shogirdlarimiz 300-400 dollarga turib yurgan bolalar, ustoz 600 qivordi rossiyaliklar kelgani uchun. Ular bu yoqqa pul tikish xavfi bormi yo pul tikish jihati bormi? Va bizning o'zimizning investorlar bugun 100 so'mga olmagan narsa ertaga 120 so'mga chiqib ketishiga ta'sir qilib fursatni boy berish imkoni bormi? Pul katta deyapti. Tijoriy ofislarga agar pul tikishsa, bu yaxshi tomoniki narxi oshadi, to'g'rimi? Ikkinchi yomon tomoni, hamma tijoriy ofis qurishni boshlaydi-da, mana pul kelyapti deb. Haligi bizda kopirovka biznes juda mashhur-ku, masalan, Centris mashhur joy sotilgan, ancha qismi sotilgan. Aytadiki, mana Centris qildi, biz ham quraylik, biz ham sotaylik degan shu tendensiya bo'lishi mumkin. Bu biroz negativ. Oversupply deydi. Nimada? Bozorda. Menimcha agar shu tendensiya, siz aytgan tendensiya boshlansa, rossiyalik pullar betga kelib investitsiya qiladigan bo'lsa, bir 3 yillik, 5 yillik rakursda taxmin qilishimiz mumkin. Mana shu paytda endi Toshkentning markaziga nisbatan kimga katta ta'sir qiladi, kimga kamroq ta'sir qiladi, ijobiy yoki salbiy jihatlari. Markazdagi joyingiz bor, 100 mingga olgansiz. Toshkentning markazidan 5 kilometr, 10 kilometrdan biznes sentr olgansiz.
Bir xil effekt bilan ta'sir qiladi, narx tushib ketsa yoki rakursiga qarab Endi markazga markaz kamroq ta'sir baribir qiladi, markazda- boshqa ko'proq ta'sir qiladi. Narx Masalan, tushish yoki oshish. ko'p kishi aytyapti, mana yangi O'zbekiston loyihasi qurilyapti, hattoki Toshkentda yangi aeroport loyihasi o'ylab ko'rilyapti. Masalan, metroni nuqtai nazardan qarasak, metroni qurish oson emas-da. Metroga yaqin joy baribir ham xonadon bo'ladimi, nima tijoriy joy bo'ladimi, baribir ham yaxshi-da, baribir ham nimasi bor. Yangi Menimcha shu O'zbekistonga tomondan даже aytishim mumkin. Livaniya qilingan taqdirda necha yil kerak va qancha mablag' kerakki, bu hozirgi markazga nisbatan tahdid bo'luvchi omil sifatida ko'rish uchun. To'g'risi bunga Qiyinroqmi? javob qiyinroq bu. Oson emas, 3 yilda, 5 yilda bu yerdagi jozibadorlikni yo'qotib qo'yadigan narsa yo'q. Chunki to'g'ri markazda biz metro nuqtai nazaridan qaradik, kim bitta atrofda qancha 100 million odam o'rnashgan va bozorlarimiz shu yerda yangi markaz sekin-sekin o'sadi, lekin Bir yilda bo'lmaydi. bu 1 yillik, bu 5 yillik ham narsa emas, bu ancha uzunroq narsa. Ko'k choy ko'p ichishimiz kerak. Ko'k choyni ko'p ichishimiz kerak. Torontoda ham shunaqa downtown degan tushuncha bor-ku, downtownlar hozir uptown rivojlantirildi, lekin aytga juda katta summalar tashlandi va hattoki metro tortilmadi aytga. Ya'ni metro liniyasi kelmadi. Hatto Shuning uchun ham Kanadada ham shunaqa insonlar to'plangan joylar bor, markazlar bor. Uptown, downtown, midtown deydi. Bizda ham menimcha shu rakursda ketsa kerak. Bu markaz endi nomi bilan eskiroq markaz bu yerda bo'lsa, yangi O'zbekiston menimcha bir 10 yillik radiusni qarashimiz Men kerak. yaqinda Amerikada bo'ldim. Aka, endi xuddi siz aytgan gapni gapirishdi. Faqat farqi men furachiman, trakchiman. Siz endi aqlli insonlar bilan suhbatda bo'lasiz. Yo'q emas, Xudoga shukr bor. Aytganingizdek 2-3 talab kvartirani oldim. Boshqa mashinalarga tikardim. Bir xil tikkanlarim ko'ngil to'lgansa, bir xillari uchmash bo'ldi, bir xillari zarar bo'ldi. Keyingi ochadiganlaringizda bugun chet elda dunyoning qaysi mamlakatda bo'lmasin, o'zini yeb ichidan orttirgan, ota-onasidan orttirganlar qaysi kriteriy bo'yicha qanaqa qaror qabul qilsin, bilajoy shu 3 yilda O'zbekistonga ortiqcha kapitalim bor, tikaman desa. Agar O'zbekistonga tikish kiritish O'zi o'tda, tinchroq va bo'lsa, yo'qotmaydigan, ko'paytiradigan ishonchli kriteriyalar. menimcha xonadondan tashqari tijoriy bizneslarga, biznes yaratishlarga Farq bormi? Bunga ham 100 ming, bunga ham 100 ming tiksam. menimcha biznesda addachasi balandda, chunki xonadonda baribir ham qanaqadir patologi borda. Toshkentda $500 olinayotgan, ijaraga berilayotgan narsa $2000 bo'lishiga men ko'zim yetmaydi-da. Lekin tijoriyda borgan sari baribir biznesdan olgan pulingiz masalan biz biznes immigratsiyada ham aytamiz. Biznesmen, korporativniy klientlardan pul olish osonroq. Ular salgina kengroq, bag'ri kengroq bo'ladi. 5000, 10 ga uncha ahamiyat bermaydi. Hali konsumer behavior boshqa. Lekin individual klientlar juda sensitiv, haligi ta'sirchan bo'ladi narxda nimasiga. O'shani inobatga olgan holda menimcha tijoriy proyektlarga kiritgan yaxshiroq. NPV'si qanaqa? Masalan, men $100,000 ga ofis oldim, $100,000 uy oldim. Lifetime value. Masalan, siz 3 oy turasizmi, 3 yil turasizmi, ofisda 1 oy turadimi, 1 yil turadimi, 5 yil turadimi, men meni o'ylashimcha mana hozir Torontoni taqqoslayman. Biz ofisimizda deylik, misol tariqasida $1 million ga olingan ofis hozir addachasi 1,380,000, 1,400,000 ga qarab ketyapti. Qarang, bu 1,400,000 40%, to'g'rimi? Lekin xonadon 40% ga o'sishi men shubha qilaman. Chunki xonadonni baribir kvadraturasi o'zgarmaydi, nimasi o'zgarmaydi va individual klientlarga berasiz-da u. Uni bir patologi bor. Lekin tijoratda qanchalik bunaqa joylar klass A, obro'li, yaxshi ta'minoti bo'lgan, infrastrukturasi yaxshi joylar faqat tepaga qarab ketadi. Arendaga berishim nuqtai nazaridan ofis berishim osonroq bo'ladimi? Klass A bo'lib yaxshiroq bo'lsa yoki kvartirani berishim osonroq bo'ladimi? Menimcha hozirchalik odam soni ko'paygan sari 1 million aholi ko'payapti. Albatta xonadon osonroq bo'ladi, lekin uni oladigan pulingiz qanaqa bo'ladi? Osonroq bo'ladi. To'g'ri, siz masalan salgina narxini tushirasiz, odamlar sensitiv-ku o'sha narxga ta'sirchan. $50 ga tushirsangiz уже tez ketadi-da sizniki. Korporativ klientlar korporativ klientlarda go'zal tomoni, siz 5 yilga kontrakt qilsangiz, esdan chiqasiz. 5 yil plus 5 yil. Kanadada shunday. SMS'dan keyin 500 plus, lekin individual klientlarga siz 5 yilga bera olasizmi? 5 yilga bog'la olasizmi uni? Bog'la olmasangiz kerak chunki. Demak, diversifikatsiya nuqtai nazaridan
6 kvartira oldi, 7-chi bo'lganda ko'ra bitta bunaqa bitta- точно nimishaydi. Nimishaydi. 50-50 qilgan yaxshimi? Proporsiyasi bormi? Baribir diversifikatsiya har doim o'yin qoidasi shu, diversifikatsiya. Ha, lekin birinchi pulim bor bitta uy olaymi, birinchisiga sizni Endi gapingizdan u kelib juda- uni o'zi hal juda- qiladi. juda Hasanga shaxsiy to'g'ri kelgan yo'l. gap Husanga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, ana Shunchaki shunday. siz mana endi boshqacha qilib. Siz Toshkentga keldingiz, bugun 100 so'm pulingiz bo'lsa, ikkita 50 so'mlik bitta jiloy, bitta jiloy olgan bo'larmisiz sizni keysida? Men shunday qilardim. Yo tinchkina bitta jiloyga yoki tinchkina jiloyga Men tikamiz. oddiyroq jiloyda 50 ga olib, yana bitta 50 ni nimaga qo'ygan bo'lardim. Psixologiya shunaqa Psixologiya diversifikatsiya, hatto o'zingiznikida. O'zimda shaxsan Nima shunday. nima o'sha tagida nima yotibdi? Consumer behavior. Riski, bezopasnosti. Riskni ikkiga bo'lish yotibdi. Ha, nimaga tikardingiz? Arenda olganingiz yaxshi emasmi? Chet ellaysiz. Endi masalan Kelsangiz yoki hozir tinchkina olib qo'ysam, olib qo'ysam ikkalama bu arenda yerda beraman. sotib olishim mumkin-da, agar ketkim kelsa sotib ketaman. Ha, demak u likvidniy. Chunki ba'zilarda haqiqatan ijaraga turish выгодныйroqda, chunki ular ko'chishini, qayerga borishini bilmaydi. Vaqtinchalik 1 yillik turadi. Bu Yunusobodda, Temirobodda keyin Yangiobodda farqi yo'q. Biznesga yaqin. yoki umuman Tokioga ko'chib ketishi mumkin masalan. Ular ijaraga bog'liqligi yaxshi. Xo'p, trend nuqtai nazardan O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarimiz aytaylik 1 millionta desak, Ruslonaga. Uning ichida kamida 10% yoki 20% yaxshi, Xudoga shukr, orttira olganlarimiz bor. Qolganlar narxlab, yo'q qolganlar oilaga boqadiganlarni ommatan deb hisoblasak. Normal aytaylik 100 mingta bo'lsa o'zidan orttirganlar sizni nazdingizda bugun 3 yil ichida nimaga tikadi va nimaga tikish kerak? Va nimani tikishni tavsiya qilgan bo'lasiz? Hozir o'tmishiga qarasak, ko'pincha xonadonlarga tikishdi. Men bilaman, bir nechta kvartiralar olishgan. O'zbekistonda har xil shaharlarida, Toshkentda, Samarqandda va hokazo. Lekin to'g'risi hozirgacha men tijoriy ofislarga pul tikkanini ko'rmadim. Bilmayman. Taklif yo'qligi uchun. Yo'q, taklif yo'qligi ham va menimcha yaxshi proyektdan xabari yo'qligidan hamda. U ham dalolat ko'rish kerak. Ko'rmaganda. Kelib hali do'sti, simdoshi oldida bir-biriga ishonib olaveradi endi. Toshkentga kelishganda tavsiya qilardim bir mana shu biznes sentrlarga borib ko'rilsa. Men kelganimdan beri недвижимость, ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan do'stlarimdan ko'pidan maslahat oldim. Aytdim, nima bo'lyapti? Imенно tijoriy savollarni berdingiz kerak mana shu boshqa odamlar berish kerak bo'lgan savollarni siz bergan savollarni bir oching. Birinchidan bir necha yil oldin ko'p matbuotda gaplar chiqdiki, O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda ofislar yetishmovchiligi haqida maqolalar chiqdi, esingizda bo'lsa bu. Ko'p gazeta uzda chiqdi va boshqa joyda. Odamlar haqiqatda bu fakt edi. Keyin mana Trillian chiqdi. Oldinlari esingizda bo'lsa, gostinitsani xonasini ofis qilib olishardi. Obro'li kompaniyalar, to'g'rimi? Intercontinental, Tata va hokazo. Keyin haqiqatda ofis qurilishlariga ofislarga ehtiyoj boshlandi, qurilishi boshlandi. O'shanda men so'radimki, do'stlarimdan, akalar, mana shu Toshkentda hozir ofis qurilish oversupply yo'qmi? Ya'ni haddan tashqari taklif yo'qmi? Buni ertaga mana ular aytishdiki, xonadonlar pikka chiqdi dedi. Sal pastga ham tushdi deyapti. Lekin ofislar qizakanga yetib kelyapti. Ofislar hali pikka chiqmadi deyishdi. Xulosasi shu bo'ldi. Bu yaxshi. Aytdiki, bitta do'stim, yaqin samimiy do'stim aytdiki, long term, uzoq muddatli arziydi. Lekin qisqa muddatli sabr qilasam, o'xshashi mumkin, o'xshamasligi mumkin. Nima? Mana shunisini ayting. Menga chunki men birovga pulni olib qo'yganman, maqtang demayman-da. Men nabarot sizga o'xshab o'zim pul tiksam, kam bo'ladimi, simdoshim bo'ladimi, do'stim bo'ladimi, qaysi savolni bilib olayman, ularga nima beray? Sen menga oshlam desa, bir-birimizga o'xshagan pul tikkanlarni psixologiyasini ochib oladi. Birinchi qo'rqitgan narsa bizni xalqimizni nimasi, o'sha va'da qilingan proyektlarni qurilmasligi. U muhim. Bu muhim. Buni qog'ozi joyidami? Mana shu javob topsak, xotirjamroq bo'lamiz. Bitta plyus bo'ladi-da, bitta check mark bo'ladi. Keyin aytdimki, joylashuvni muhim. To'g'ri dedi, zo'r dedi. Keyin aytdim, mana yangi O'zbekiston qurilyapti. Mana bu eski infrastrukturalarning qadri tushib ketmaydimi? Yo'q dedi. Bu yerda baribir ham odamlar, bu yerda million odam yashaydi-da. Bu yangi O'zbekistonga hali ko'chishga ancha vaqt bor. To'g'ri, vazirliklar ko'chishi mumkin, davlat idoralari. Istanbul, Izmirga o'xshab. Shunday. Astana-yu Almataga o'xshab. Astana, Almata shunaqa bir dinamika ko'rish mumkin. Keyin yana aytdimki, narxlar, o'zbek so'mi haqida fikrlarimni bildirdim. Da o'zbek so'mi ancha stabillashdi, lekin bilib bo'lmaydi, ertaga dollarni. Bu investitsiya foydamizga ishlashi mumkin. Ana shu. Yana nima savollar beramiz?
Yana kvadraturani narxlari qancha? Toshkentda hozir tijoriy binolarda qancha bo'ladi va tijoriy binoni egasi bo'lganingizdan keyin har oy qanaqa maintenance fee haligi obслуживающий nimalari qancha bo'ladi? U ham muhim, chunki u yildan yilga oshadi-da. Borgan sari bino eskiradi. Qancha bo'lish kerak? Qancha to'g'ri, qancha noto'g'ri? Joyiga qarab narxlarda menimcha 2-2,5-3 dollar deyishdi kvadraturasiga. Shunaqa bu yaxshi hisoblanadi. Menimcha yaxshi. Bu ham klassiga bog'liq. Klassiga bog'liq. Okey. Yana qaysi savollarni siz berdingiz yo men so'ramagan, men bunga e'tibor qaratgan degan tavsiyalarni eshitdim. Aytishdiki, to'g'ri parkovka muammosi bor. Hech qachon parkovka sotilmaydi, chunki Torontoda sotiladi parkovka joyi. Sotib olasiz, o'zingizniki bo'ladi. Hech kim mashinasini qo'ymaydi. Afsuski bizda hali u darajada parkovka yo son jihatidan kamroq qurilyapti. Haligi okupantlar, ijaraga olganlarni mehmonlari keladimi, u keladimi, unga bog'lab qo'ya olmaydi, chunki masalan 1000 kishi kelsa 800 ta o'rin bor, 1000 ta mashina borda. Shuni aytishdiki, parkovka sotilmaydi yaqin orada Toshkentda. Balki keyingi proyektlarda parkovkasi bilan naborada eshitdim, bir ikkita biznes markazlar sotgani ulgurmagan, ololmagani uchun majbur bo'lyapti, mashinamni qaytib qo'yaman deyapti. Mani oldim. Привлекательность tushadi. U naborada tushirib yubordi. Mani oldimga kelgan odam qaytib qo'yadi deyapti. Aka, bizning ofisimizga kelinsa, o'zingiz kela qoling deyapti deydi. O'shaning uchun bir xil strategiya o'zini hurmat qilganlar bilan yoki mana shu narsani qarang, holatimiz munosabatda bir xil bu masalan men bilgan yoki men ham savol berganlar aytdiki, bizda naborot deyapti. Sotib olgan, parkovkasini olgan, 3 yildan beri ishlatmaydi, parkovka xalos to'ydi. Bu bo'lmasa o'sha sizga undan ko'ra olsangiz 3 ta bo'lsa 3 ta abonentski bo'yicha bir oyga oling. Yana bitta mehmonlaringizga keladiganga oling, bularga oborot bor. Ularni ham bog'lab qo'yasiz o'zingiz. Abonentski. To'g'ri. U ham yaxshi logika. Chunki mabodo ishlamaganda pustoy turmasin, boshqa odamlar konferensiya qilsa 50 ta mashina kelib qolsa deyapti. Bo'lmasa o'sha sotib olgan insonlarga ishlatmayotgan parkovkasini ijaraga berishni yo'lini ochib qo'yish kerak. Yoki o'sha binoni administratsiyasiga berib qo'yish kerak. Men shu kunlar bo'lmayman, shu kunlar bemalol. Demak, sizga o'xshagan, bizga o'xshagan odamlar shu savolni berishimiz kerak. To'g'ri. Sotib olsam plyusi nima? Yoki men sotmasam ham aniq menga 3 ta yo 5 ta закрепленный место bo'ladimi? Shartnomamga asosan bu ham variant. U ham bir. Shunda garantiyali ofisda o'tiradiganlarning joyi bor. Men konferensiya qilib 50 ta bo'lsa, 100 ta bo'lsa ham оборот aylanib o'tganlarda. Ham bitta variant. Yana bitta oxirgi narsani so'radim. Binolarda ichida men ko'p mehmonlarim kelsa, bir uchrashadigan zallari bormi? U muhim. U juda muhim. Space'lar orqali 10 kishilik, 5 kishilik, 20 kishilik o'tirib bemalol. Endi ofislar har xil kvadraturada bo'ladi-ku. 30, 35, 80 o'sha yerga hamma sig'maydi. Menga qulaylik beradigan umumiy foydalanadigan joylari bormi ofisda juda muhim. Demak, bu savolga javob topishsa zo'r bo'ladi. Yaxshi. Investitsiya bobidagi siz ko'rgan, bilgan yoki gipotezasi mamlakat deb xato qilgan yeganlar, xafa bo'lib qolganlar, kuzatuvlar bormi? Mutaxassis sifatida xato qilingan qarorlar. O'zimni xatolarimni aytdim. O'zingiznikini ayting, bu yerda eshitganlarni so'rab surishtirganlarni yaxshi niyat bilan oldim, akasida boyaga aytganingizdek kadastr chiqmadi, hujjat chiqmadi, ko'chib kirmadi yoki yana qola bo'ldi. Bular ko'p bo'lgan. Endi chet elda ham ba'zan bo'ladi, chunki finansирование topa olmaydi-da bu proyekt uchun. O'shaning uchun qurayotgan shaxs yoki tashkilotni finansiy kuchi qancha? Boshqalarning yordamisiz o'zi olib bora oladi bu proyektni. Yoki o'xshamasa pulni sanab qaytara oladi. Yoki qaytara oladi. Endi bu qaytarish albatta sud yurib, balki shartnoma buzilganligi haqida da'volarni ochib, bu qanday bo'ladi? Bu juda vaqt oluvchi. Ham barra xotirjam bo'lishingiz kerak. Shunday, iloji boricha xotirjam bo'lsangiz, menimcha proyekt bitishiga garantiyalar ko'proq. Albatta 100% garantiya bo'lmaydi hech qachon. Nisbatan xotirjam bo'lasiz. Nisbatan xotirjam bo'lasiz. Zo'r. Mavzu aslida katta. Juda katta. Buni har bitta odam anatomiyasiga o'xshab har jihatini ochishimiz mumkin. Men qarashimga qaraganda 10 minut vaqtim qoldi. Biza kapital loyihasida endi baribir biznes egalari haqida, biznes rahbarlari haqida yoki hali cho'kayotgan odamlar cho'kmasligi, u pulni to'g'ri boshqarib, to'g'ri ushlab turishi, videoni orttirib mustaqil bo'lish, moliyaviy xotirjamlikka, moliyaviy mustaqillikka erishish va iloji bo'lsa passiv doxod sifatida emas, qilib qaraganda navaralar bilan yursak, davlat pensiyasiga emas, mana bu cash flowga qarab qo'yish jihatlarini ochishga harakat qilamiz. Bugun shunchaki think globally, act locally deganda bu mavzularimizga dunyodagi zamondoshlarimiz, vatandoshlarimiz o'tdagi mishleniyani
hali guliga tushadigan joyini ochishga harakat qildik, balki o'xshadi, balki nimasi o'xshadi, nimasi o'xshamadi, qaysi savolni kutuvdingiz, qaysi jihatini yorita oldik, qaysi jihatini yorita olmadik, albatta izohlarni yozib qoldiring. Investorlar psixologiyasi, Alloh bizga ham nasib qilsin, biz ham investor bo'lib orttirganimizda jiloy ham bor, nijoy ham bor, lekin mana bu rahmat aka, mana bu gapingiz menga ta'sir qildi deb zo'r ofislar qilganingizda kelsangiz, bir piyola choy qilib chaqirsangiz, biz ham borib xursandchilikka sherik bo'laylik, sababchi bo'laylik, chunki bugun kapital egalari ko'paydi. To'g'ri. Kapital egalarining ichida boyaga yetamiz. Muvaffaqiyat bu tajriba esa xatolari natijasi. Kapitalni qaysi gipoteza bilan tikuvdingiz, bugun orqaga qarab qimmatga tushgan xatolarimiz ko'p deb haligacha kadastrni ololmayotgan do'stlarni bilamiz. Svetimmi, gazimmi, suvmi yoqib bera olmayapti застройщик deydi. Balki shu qurilgan, bitirilgan bino umuman to'g'ri kelmaydi arxitekturni nimasiga-da balki. Gaplashamiz, bosaverdik, o'rniga 13-14-15 qurib yuborganlar bor. Ichimdagi dardni aytyapsiz, aka, men ham bittasi o'shaman degan bo'lsa, bitta plyus qo'yib qo'ying. Yo like qo'yib qo'ying, yo podelitsiya qiling yoki nima smayliki qo'yib qo'ying. Bu juda katta mavzuki, chunki qimmatga tushgan xatolar. O'sha siz bilgan va men bu qirralarni oching jon aka yoki hali bitta yurist olib keling-da. Shu hali boyagi nima deydi, 1 yilga va'da berma, endi o'zim bittasi hali xudolarimiz mana siz bilasiz, 3 yil 4 yil xudo xolasa Hasan aka qo'yib mana shu yerda kelib uchiramiz degan dom 22-yil bitish kerak edi. 23-yilda shu yerda kelib uchiramiz. Hali bitgan yo'q. Hali hujjat olgan yo'q. To'y qilishdi, boshqa joyda qizimiz bilan nima qilishdi, hozir Amerikaga ketishdi. Demoqchimanki, yaxshi niyat bilan mana bu zo'r Novostroykadan oldik. Shu yerga uchiramiz, 2 ta kvartira oldik. O'g'limiz Amerikada, mana Los-Anjelesda kuyovimiz qizimiz bilan. Shu yerda 2 to'y qolgan, Hasan aka mana shu yerda kelib uchiramiz, yaxshi niyatlar qilgan odam boyga yetgandik. 2 yil o'tib bitgani yo'q, bitib kadastr demayapman. O'sha aytganimiz Hasan aka, hamma yaxshi niyat bilan boshlaydi. Nima uchun qog'ozga tushiriladi va due diligence o'sha tekshiriladi? Risklarni kamaytirish uchun. Ertaga ko'ngilsizlik bo'lmasin. Tamom, bo'ldi. Demak, bizlar xudo xolasa mana shunga o'xshagan bir sabotaj qiladigan, provokatsiya qiladigan, balkim hali mulzam qilmaslik uchun, dilni xira qilmaslik uchun yoki bu brendni aytmasman, siz bilib olasiz qaysi brendga, siz ham xuddi shunaqa sovg'ini yoki issig'ini yegansiz. Endi O'zbekistonda men ko'p yaxshi tajribali insonlar bilan gaplashib, kapital deganda Hasan aka, afsuski oldin mashina ham bir zo'r kapitalni ko'paytirish instrumenti edi. O'chiratib qo'yardim, 6 oyda chiqardim, 10 mingga tushgan mashina 12 mingga sotardim. Hozir mashina unaqa nimasi davri o'tdi deydi. Jozibadorlik qolmadi. 7-ni tilla deydi, endi tillani hali tuman, bitcoinlar, kriptovalyutalar masala, aksiya obligatsiyalar masala, biznesni yaxshi niyat bilan boshlaganimizda 10-9 saqlamayapti. Nisbatan xotirjam boyga yetganda yo'q bo'lib ketmasa ham roziman degani va iloji bo'lsa ko'payadi. Недвижимость dedi, demak kapital mavzusida boshqa jihatlarni ochamiz. Недвижимость misolda ochaylik. Nisbatan likvidligini hisobda ochaylik, nisbatan yo'qotmaslik, kopilka qilib semirtirish va uni 100 so'mga tushgan narsasi 120 so'm, 150 so'mgacha narxi oshishini bilish, iloji bo'lsa uni yo arendaga berib sota olaman, yo'q 1.5x yo 1.20x ga sota olaman degan narsalar hozir O'zbekiston nisbatan ishonchlisi. Endi bu ishonchlilarning ichida lokatsiya, застройщик, ishonchli brend, portfolio boshqasini bilmagan ekanman dedi. Anuni gapiga qarab недвижимость olinman dedi. Lekin 10 ta savolga olgan javobni 3 tasini olmagan uchun o'tda xato qildi. Shuning uchun azlar bunaqa xatolarni qilmaslik uchun kapital mavzusida biz kapitalni ko'p qirralarni ochamiz. Inson kapitalini, biznes kapitalini, kriptovalyutani, недвижимостьlarni, tillarni, boshqalarni. Lekin bugun недвижимость bobida gaplashyapmiz. Yana qaysi mavzularni ko'taraylik? Shu mavzuga aloqador qaysi mutaxassislarni chaqiraylik? Albatta izohlarni yozib qoldik. Rahmat aka, kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz. Menga kitob sovg'a qildingiz aniq kelganingiz. Men endi hali kimgadir qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Kitoblarni Husan akamga ham hadya qildim, o'zim mana shu yerlarda o'zimiz kutubxonalardan joy egalladi, juda qadrlayman. Bizga ham, bizani loyihamizga kelgan do'stlarimiz, mehmonlarimizga hadyalarimiz bor. Rahmat. Infactory ichida Mindbook degan loyiha bor. Zokir aka degan akamiz aka. Shu ko'rsatuvga keladigan mehmonlaringizga sizning nomingizdan, bizning nomimizdan hadyamizni ulaysak, mana Saidmurod Davlatov 15 заповедей руководителя. Rukovodитель o'zini zapovedi nima deydi endi o'zbekchasiga?
zapovedi testamentmi bu bir qanaqa o'zini qoidalari desak qoidalar. bo'lar. Shu haqiqatan ham rahbarning o'ziga xos 15 ta qoidalar yangi chiqqan. Hali sotuvga ham chiqqan yo'q. Tandirdan endi chiqdi. Endi chiqqan. Shu birinchi seriyadagi 100 ta 200 ta deyishni 10 tasini birinchi 10 ta qahramoningizga beraman deyishdi. Albatta bir o'zingizda bir retsenziyalaringizni aytasiz. Albatta. Bu samolyotda o'qiladigan 11 soat uchganingizda ancha o'qib qo'yadi. Kanadaga borguncha bir nima bitta kitobni o'qib qo'ysa bo'ladi 11 soat. Hammamiz yaxshi niyat bilan farzand tarbiyalaymiz. Mening buyuk farzandim. Farzandlar mavzusi endi qoldiradigan. Bu juda katta mavzu, yaqin ko'p podkastlar chiqdi. Amerikada, Kanadada farzand tarbiyasi. Bu keyingi suhbatlarimiz mavzusi bo'lishi mumkin. Mana bir yaqin insonim aytdi, aka, bir 10 ga yaqin biznesim bor, 2000 ga yaqin xodimlarim bor. Bolalarimga biznesini qoldirasammi, kadastr qoldirasammi, skoriy kadastr qoldirsam, bolalarim ko'proq xursand bo'ladi deydi. Chunki biznesimni nechta bosh og'rig'i borligini men bilaman deydi. Shunaqa kadastr. O'sha farzandlarga biznes qoldiraymi, qilgan ishimdan keyin kadastr qoldiraymi desam, skoriy kadastr qoldiradi. Endi qaysi kadastr qoldirishlarni keyingi mavzularda bu mutaxassislar bilan ochamiz. Bu farzand mavzusi albatta bu. Endi bularning hammasi mana boyagi mavzumizga oid fikrlash strategiyasi. To'g'ri. Saidmurod Davlatov 10 dan ziyod kitoblarni O'zbekistonda chop etishyapti. Mind Books loyihasi jamoadoshlari va butun respublikadagi kitob do'konlariga tarqatishyapti. Va sizlar agar kitob do'kon vakili bo'lsanglar, ularga murojaat qilinglar. Dilerlik hamkorlik uslubiga sizlar bilan ishlashga tayyor. Siz muxlis bo'lsangiz, Saidmurod Davlatov mana shu kitoblari bormi deb kitob do'konlaridan so'rasangiz, спрашивайте в аптеках города degandek knижных magazinlar bular bu Mind Books orqali sotib olib, sizlarga xohlagan hudud, xohlagan regionda sotishini ta'minlab berishadi. Men o'ylaymanki, kitob bizga juda ijobiy. Bu juda kitob eng zo'r hadya men uchun. O'zim ham boshqalarga kitob berishni yaxshi ko'raman. Rahmat kattakon. Buni o'qib chiqib albatta feedbacklarni. Bu suhbatdan nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Qaysi mavzularni ocha olmadik afsus. Aka, baribir ham men ma'lum nimada mutaxassisman, ma'lum bilimim yetmaydi ba'zi sohalarda. O'shaning uchun kommentariyalardan ba'zan izohlarda o'qib qolaman. Bu sohaning mutaxassisi emas-ku deb tan olamiz. Hamma sohaning mutaxassisi bo'la olmaymiz. Ana mutaxassisman. Faqat uzoqdan haligi bird's eye mutaxassis bo'lmaganlarning fikri ham qiziqda. Qiziq. Sodda odamlar sodda tilda javob beradi. Bir kattadan maslahat ol, bir kichikdan deydi. Biz shu kichik tomondan qaradik. Menimcha bu mavzu juda chuqur. Xudo xolasa O'zbekistonni, vatanimizni farovonlik bizni har doim xursand qiladi. Qayg'ulari har doim qayg'urishimizga sabab bo'ladi. Undan keyin faqat pozitiv, faqat rivojlanish, farzandlarimiz yangi avlod, o'sha digital avlod deganimiz har doim ilg'or ketaversin. Mana shunaqa kapital loyihasiga ham omadlar tilayman. Bu loyiha sizni talqiningizda qanchalik odamlarga qadrli yoki manzur keladigan loyiha deb o'ylaysiz? Bu mavzu o'zi aktualmi yo'qmi bilsangiz, men kalibr loyihasi alohida, brend haqida, ishonch haqida. Infaktda shuncha ko'p rubrikalar bor. Kapital loyihasi bugun sizni talqiningizda kimga qadrli? Menimcha va insonlarga nima beradi? Mana bu siz aytganingizdek o'sha o'zini ehtiyojlarini qondirgan holda alohida bir loyihalar izlab yurgan insonlarga juda qadrli, lekin umumiy bilim oluvchilarga ham balki moddiy tomon hali zo'r emas, lekin umumiy bilim oluvchilarga ham juda qadrli deb o'ylayman. Albatta auditoriya biroz nish bo'lishi mumkin, biroz tor auditoriya bo'lishi mumkin, lekin hammaga tegishli mavzularda qo'lga olyapsiz. Menimcha bu 4-epizodi bo'ladi. 3 ta epizod chiqdi. Juda yaxshi ketyapti. Xudo xolasa davomli bo'lsin, hammaga foydali bo'lsin. Men sizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Va gaplashganimizda mutaxassislarning fikri bilan bir qatorda mutaxassis bo'lmagan insonlarni bu mavzu haqida fikri deb kutuvlarni to'g'rilaylar. Bitta bo'lsa ham ko'ngil to'ladigan mavzuga savolimga javob topdim, mazza qildim. Yoki shu atrofda do'stlarim, yaqinlarim pul tikish haqida, pul ko'paytirish haqida, pulni boshqarish haqida, pul yo'qotmaslik haqida men bu savollarga javob qidirib yurishuvdi. Ularga ham ulashsam, xafa bo'lmaysizmi desa xursand bo'lasiz. Bexijolat tarqatavering. Like bosing, dislike bosing, savollaringizni yozing. Yoqqan, yoqmagan joylar haqida fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Ya shu bilan bir qatorda yangi muxlislarimizga qaysi savollar berishimiz kerak haqidagi savollarni bering va bu mavzuda kelajakda qaysi qahramonlarni kapital loyihasida ko'rishimizni izohlarda yozib qoldiring. Azizlar, bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsin. Siz salomat bo'ling. Rahmat aka, siz ham salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Charchamang.